raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha 5 milliard dollargacha IT eksport chiqarilishi kerak. Reja bor shunaqa. Ko'rinib turibdi, hamma narsa rivojlanyapti, lekin po faktu hozir qanaqa qilib amalga oshirmoqchisizlar bu narsani? 17-yilda 1 yil davomida bo'lgan eksportni bugun 25-yilda 5 soatda amalga oshiriladi. 15 mingdan ortiq yoshlarimiz O'zbekistonda har xil eng chekka qishloqlarda ham Amerika bozorini, traklarini boshqaradi. Hozirgi kunda startaplar uchun O'zbekiston mahalliy startaplar uchun eng ideal payt. 26-yilda bizni O'zbekistonda texnologiyalar sohasida qanaqa yangiliklar kutyapti? Bizni bugungi mehmonimiz Karimjonov Rustam aka, raqamli texnologiyalar vazirining o'rinbosari va meni sizga birinchi savolim, mana aka 2017-yildan beri shu sohadasiz, xususiy sektordan kelgansiz va mana butun faoliyatingizga shu vaqtgacha qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Juda qiziq savol va to'g'ri aytdingiz. 2017-yil birinchi marta umuman u paytlar xususiy sektorda ishlab yurgan, IT sohasida startap yaratib yurgan kam insonlar qatorida bo'lib yurgandik. Va o'sha paytgi vazir Sherzod Shermatov bo'lganlar. O'sha payt ham aloqa vazirligini, raqamlashtirish vazirligidan e'lon bo'lgan. Yangi komanda yig'ilyapti. Давайте kim chet elda o'qigan, IT sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa topshiringlar deb. O'shanda qiziqib topshirganmiz. Endi unaqa tanish bo'lmaganmiz, lekin Yale universitetini bitirgan inson vazir bo'lib e'lon bersa, nimadir o'zgarish bo'lyapti degan ma'noda startaplar uchun endi biz uchun qanaqadir bir katta narsa bo'lgan. Qiziqib, qani o'zimizdan sinab topshirib ko'rganman va shu suhbat jarayon bir nechta etaplardan o'tib, oxiri shu vazir bilan suhbat bo'lgan. O'sha payt 2 soatdan oshiq suhbat o'tkazib, o'zlarini IT sohasini O'zbekistonda rivojlantirish bo'yicha dunyoqarashlarini tushuntirib berganlar, rosa yoqqan. Va shu bilan vazirlikda strategiya bo'limida ishni boshlaganmiz 2017-yil martda. Keyin orada 1 yildan oshiq, deyarli 2 yilga yaqin ishlab, keyin xalq ta'lim vazirligiga o'tib birga Sherzod Hotamchi bilan birgalikda ishlaganmiz. 4 yildan oshiq. Lekin IT bilan bog'liq, men o'zim shaxsan maktablarni raqamlashtirishga mas'ul bo'lganman. Undan tashqari yana bir nechta yo'nalish, lekin ko'proq IT bilan bog'liq yo'nalishlar. Va mana 3 yil oldin yana raqamlashtirish sohasiga qaytib, yana shu sohada ish olib boryapmiz. 9 yilga yaqin mana xudo xolisa ishlab kelyapmiz davlat idorasida, davlat tashkilotlarida. Endi o'ziga yarasha kuchli plus tomonlari ham bor. Minus taraflari ham juda ham ko'p. O'ziga yarasha ikkala pallani ikkita tomondan oladigan bo'lsak, endi hozir oddiy bo'lim boshlig'idan sekin-sekin o'rganib, rivojlanib, tajriba oshirib, oddiy startapdan to vazir o'rinbosarigacha endi ish faoliyatimizni hozir davom ettiryapmiz. Umumiy bitta baho berish qiyin. Lekin shu yillar davomida juda ham katta hayotiy tajriba, bilim nuqtai nazaridan, sohani ichiga kirish nuqtai nazaridan va katta global darajadagi loyihalarni qila olish, jamoa bilan qilish mumkinligini xulosa qilsa bo'ladi. Undan tashqari yana nima qiziqroq aytadigan bo'lsa, endi 9 yil juda katta period. Davlat idorasida ishlash o'ziga yarasha nyuanslari bor. Boshida o'rganish juda ham qiyin bo'lgan. Chunki umuman boshqa dunyo. Xususiy sektor, chet elda o'qib kelib, xususiy sektorda ishlab, keyin davlat idorasiga kelish ozgina stress. Umuman boshqa dunyo. O'sha payt ayniqsa endi reforma bo'layotgan paytlar juda ham bir boshqacha payt edi. Hozir endi ancha tizimlashgan, qilinayotgan ishlar ko'zga ko'rinadigan payti, juda ham boshqacha daraja ham, chet elliklarni bilan birga hamkorlik qilish, ishlash ham ancha osonlashgan. 17-yil esimda bor, birinchi vazifa bo'lgan. Давайте Amerikani, umuman dunyodagi eng top IT kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yaylik. Esimda bor, Amerika Qo'shma Shtatlariga vizit qilishga, tayyorgarlik qilishga
mas'ul bo'lganmiz komandamiz bilan. O'sha kompaniyalarni ro'yxatini qilib nima qilganmiz. Endi o'sha payt ham Google, IBM, Cisco shunga o'xshagan kompaniyalarni ro'yxatini qilib, давайте o'shalarga aloqaga chiqishni boshlaganmiz. Mana O'zbekistondan delegatsiya ketyapti, давайте ko'rishaylik, gaplashaylik deb nima qilganmiz? Approach, ya'ni ularga chiqamiz, aloqaga kontaktlarni topib, har xil yo'llar bilan, u payt unaqa aloqa bo'lmagan, bilmaymiz. Hech kim ishlamagan ular bilan oldin, unaqa testni O'zbekistondan ayniqsa. Keyin maksimum qanaqadir mutaxassisni ko'rishimiz mumkin. O'zi O'zbekiston qaysi davlat, nima qilasizlar o'zi degan juda g'alati qarash bo'lgan. Unaqa mensimaslik desak ham bo'ladi. O'sha paytda o'zi O'zbekiston IT ga nima aloqasi bor degan ma'noda unaqa to'g'ridan to'g'ri aytmagan-ku, lekin po faktu shunaqa vibe bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, bu fakt. Men o'zimni boshimdan kechirganman. Mendan so'rayaptilar rahbarimiz. Davay kimlar bilan ko'rishyapmiz? Urovni juda unaqa baland emas, endi vazir darajasida borishga. Lekin baribir shuni harakat qilganmiz, tushuntirib biz reforma qilmoqchimiz. Borib birinchi marta borganda shu qiyin experience bo'lgan, juda ham qiyin tajriba bo'lgan. Borganda juda ham muvaffaqiyatli bo'lgan. Shu payt ham Facebook ofisida ham birinchi marta, Google ofisida borib, rahbar darajasida bo'lmasa ham bo'lim boshlig'i, departament qaysidir yo'nalishi egalari, menejerlari bilan ko'rishib, gaplashishga imkoniyat, birinchi kontakt qilishga imkoniyat bo'lgan. Birinchi mana shunaqa qadamlar experience bo'lgan. Ham bu endi xususiy sektorda ishlaganimni pluslari bo'lgan. Amerika bilan kontaktlar boshqa oson bo'lgan, aloqaga chiqish boshqa. Endi oldin o'zi chet elliklar bilan gaplashish ham bir katta qiyin ish bo'lgan, ruxsat olish kerak. Mumkin emas, nima gaplashmoqsan degan baribir qiyin bo'lgan. Lekin shunaqa ko'rsatma bo'lgan, давайте, hech qanaqa ограничение yo'q. Карт бланш. Да, давайте, главный результат. Asosan rezultat bo'lsa bo'ldi, bosib qo'rqmasdan nima aloqaga chiqib, любой bilan gaplashib nima qilaveringlar. В рамках общих anaqa. O'shanda bizga motivatsiya bo'lgan, ular bilan borib, ko'rishib, gaplashib. Hozir bilan solishtirsangiz, nimaga oson deyapman. Biz O'zbekistondan IT sohasi bo'yicha muzokara o'tkazmoqchimiz desak, eng rivojlangan kompaniyalarni aytadigan bo'lsak ham, hozir mana Nvidia deymiz, Microsoft, Oracle, xohlagan nomingizni aytishingiz mumkin, OpenAI deysizmi. Hammasiga chiqsak, O'zbekiston deb tan oladi, muloqot qiladi, hamkorlikda loyihalarni qilish bo'yicha o'zi taklif beradi. Umuman boshqacha yondashuv, sizga O'zbekistonga bo'lgan qarash umuman yer bilan osmon farqi bor. 17 bilan hozir solishtirsangiz, qanchalik u payt qiyin bo'lgan, qanchalik hozir oson, o'zlari taklif qiladi. Oldin juda ham qiyin bo'lgan. Hozir mana IT sohasini uje sekin-sekin O'zbekistonni top IT brendlar ham, kompaniyalar ham uje tan olib, nima qilib birga ishlashga tayyorligini ko'rsatyapti. Farqi mana shunda. Men hozirgi sezib turganim. Bu juda ham sezilyapti, chunki hattoki mana aytyapsiz-ku, oldingi paytda hattoki sizlar chiqsanglar ham unaqa zo'r kompaniyalar bo'lmagan, u yoq bu nega sezilyapti? Chunki hattoki men podkastimiz bilan yaqindagina mana Metani vitse-prezidenti bilan podkast o'tkazdik. Ko'rinib turibdi, ular hammalasi qiziqyapti, bemalol kelishyapti va o'zi O'zbekistonning IT sohasi заряженный pistolet bo'ladi-ku. O'shanaqadek his qilinyapti hozir va aniq bilamanki, aminmanki, boshqa chet elga kompaniyalar ham bizani shunaqa ko'rishyapti. Va bu shunaqa his qilinib turgani albatta mana sizlarning komandanglar, jamoalarga bog'liq va bu juda ham zo'r, shunaqa bir payt kartlar berilib qo'ygani. Lekin savol bor. Mana O'zbekiston strategiyasi bo'yicha, raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha 5 milliard dollargacha IT eksport chiqarilishi kerak. Reja bor shunaqa. Ko'rinib turibdi, hamma narsa rivojlanyapti, lekin po faktu hozir qanaqa qilib amalga oshirmoqchisizlar bu narsani? Yana ozgina orqaga qaytishga to'g'ri keladi. O'sha 17-18-yil chet ellik kompaniyalar soni nechta bo'lgan? deb so'rasangiz, 3-4 ta bo'lgan. Hammamiz bilamiz. O'zbekistonda IT sohasida O'zbekistonda kompaniyasini ochib ishlayotgan chet ellik kompaniya. U chet ellik deganda ham qanaqa rossiyskiy bitta kompaniya.
Belarusga shu SNG davlatlarini kompaniyalari ofisini ochib faoliyat yuritayotgan bo'lgan, eksport qilayotgan bo'lgan, arzimagan $1 million ham bo'lmagan. Tasavvur qiling, butun boshli respublikani sohani IT sohani eksporti, xizmatlari eksporti $1 million ham bo'lmagan. Super kam. Man anaqada uyat. Lekin IT sohasini umuman o'sha paytlar reforma qilib, nima qilsak, prezidentimiz chaqirib, vazirlar rahbariyati chaqirib, nima qilsak O'zbekiston IT sohasi bo'yicha eng to'plardan bittasi bo'ladi. Nima qilsak, harakat qilsak. O'shanda Belorussiya bilan Hindistonga tashrif bo'lib, ularni misol uchun Belarusda park высоких texnologiya bo'lgan va Hindistonda shu ularning ham IT park. O'sha faoliyati o'rganilib, kompaniyalar, chet ellik kompaniyalarni jalb qilib, ish o'rin yaratib, shu uchun Uzr. Sog' bo'ling. Chet ellik kompaniyalarni olib kelib, ekosistema qilgan eng oldi davlatlardan SNGda Belorussiya kuchli bo'lgan, bizga yaqin bo'lgan aniqlardan Hindiston hozir ham eng katta eksport qiladigan dunyoda anaqa. O'shanda shu ikkita davlatga borib, tajribasi o'rganilib, nima qilsak, birinchi qadamlarga nima qilishimiz kerak? Ko'proq chet ellik kompaniya kelib bizga o'rgatishni. Chunki hech kim bilmaydi nima qilish. Mutaxassislar yo'q, zo'r ekspertlar yo'q, zo'r kompaniyalar yo'q, o'zimiz ham hech kim bu yoqda bilmaydi. Teoretik biladi. Realni qanaqa qilishi tasavvur qilish qiyin. O'shanda taklif berilganda IT park ochiladi. IT park vazirlik qoshida IT park ochiladi. IT parkning zadachasi, vazifasi chet eldan keladigan kompaniyalarni jalb qilib, ularga sharoit yaratib berish. Sharoit degani birinchisi soliq imtiyozlari. Ya'ni qolgan davlatlardan farqlanib ko'proq bu yoqqa nimaga O'zbekistonda ochishim kerak deganda 2-3 ta asosiy kriteriya bo'lgan. Bu O'zbekiston yosh davlat, yosh talantlar ko'p. Ularni ozgina o'qitsa, kompaniya ochib unga soliq imtiyozlarini berib yurishiga yordam bersak, ko'payishni boshlaydi. Keyin qolgan jarayonlarni ham yaxshilashni boshlaymiz. Ya'ni bank xizmatlari, yuridik xizmatlarni, soliq xizmatlari, boshqa xizmatlarni parallel ravishda rivojlantirish kerak. Infratuzilmani, boshqa narsalar. O'shanda 2018-yilda shu taqdimot qilingan, taqdimotdan keyin IT park tuzilishi bo'yicha qaror bo'lgan va sekin-sekin IT kompaniyalar soni ko'payishni boshlagan. Mahalliy ham, chet ellik ham. Hozir mana 6-7 yilda mana hozir $1 million ham bo'lmagan IT kompaniyalar hozirgi kunda 24-yillar oxiri, 25-yillar oxirida turibmiz. 1000 ga yaqin xorijiy IT kompaniya bor. O'zbekistonda registratsiya qilib, ro'yxatdan o'tib, rasman ishlab 90 ta davlatga eksport qilayotgan 1000 ta kompaniyaga yaqin уже registratsiya qilgan, ro'yxatdan o'tgan ishlayapti. Necha pul qilyapti deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, mana 24-yakuni bo'yicha deyarli $1 milliard bo'ldi. 1 million, 1 milliard. 3 ta 0 farq qiladi. 1000 barobar 20% mission completed. Hozirda mana 25-yillar oxiriga vazifamiz bor, 1 milliarddan oshirish. IT xizmatlar eksportini. Endi yana 30-yilgacha vaqtimiz ko'p qolmadi. To'g'ri qarasa 5 yil qoldi. Bu degani 5 yilda jami 5 milliard emas. 1 yillik hajmi 5 milliardga chiqish kerak. Demak, 26dan 27ga undan xullas har bir yili 5 milliard bo'lish kerak. Yo'q, oshib 5 milliardgacha chiqish kerak. 5 milliardgacha chiqish kerak. 30-yilda 1 yillik eksportimiz 5 milliard darajaga chiqish kerak. Mana hozir 1 milliardga chiqqan bo'lsa, 4 yil, 5 yil oldin, misol uchun 40 million, keyin 140 million bo'ldi, keyin 344 million bo'ldi. Keyin mana 900 million bo'ldi. Endi 1 milliarddan oshadi. 1 milliarddan oshib borgandan keyingi yilga misol uchun 1,5 milliard. Undan keyingi yilga 3 milliard. Misol, shunaqa qilib progressivni 2030-yilga 5 milliard dollarga yillik eksport hajmimiz 5 milliardga chiqishi kerak. Shunaqa ambitsioz, katta maqsad qo'yganmiz. Lekin bunga juda ham yaxshi, zo'r fundament qilingan, progress juda ham yaxshi, yomon emas. Oddiy qilib solishtirib beradigan bo'lsak,
2017-yildagi 600 ming AQSh dollarini hisoblaydigan bo'lsak, hozir 25-yilda qanchalik tez rivojlanayotganini ko'rmoqchi bo'lsak, bu 5 soatda amalga oshadi. 1 yilda, 17-yilda 1 yil davomida bo'lgan eksportni bugun 25-yilda 5 soatda amalga oshiriladi. Mana shu rostdan ham haligi hammaga tushunarli bo'ladigan ko'rsatkich. Oldin 1 yilda shu pulni topganmiz, hozir 5 soatda topadigan bo'lamiz. Xuddiki oldin yoshligimda, studentlik paytimda 1 yil topgan pulimni hozir 1 soat topaman. Shunaqa narsa. Xuddi shunaqada. Endi buni kim qilyapti, kim amalga oshiryapti deydigan bo'lsangiz, o'zimizning oddiy o'zbek qora ko'zlar amalga oshiryapti. U tashqaridan kelgan yoki kimdir emas, o'zimizning mahalliy, chet ellik kelgan mingta kompaniya ham hozir o'zbekistonlik yoshlarga ish berib, ularni o'rgatib, bilim berib, kerak bo'lsa bilimini oshirib, darajasini oshirib. Endi insonlarning sonini ham juda ham muhim faktor. Chunki u sonini, summalarni gapirish oson, kim qilyapti desa, endi shu bu butun katta ta'lim tizimini rivojlanishini natijasi desak bo'ladi. Faqat IT emas, umuman olganda chet tillarini o'qitish bo'yicha o'zgarishlar. Ko'p yoshlarimiz chet tilida o'rganadi. Chunki IT eksport degani chet tilini bilish degani. Chet tilisiz hech qanaqa eksport mumkin emas. Agar ingliz tilini zo'r bilmasangiz, fransuz tilini, yapon tilini, koreys tilini, xitoy tilini shu bozorlarga kirmoqchi bo'lsangiz, u tillarni bilmasangiz, u kompaniyalar kelib unaqa til biladigan yoshlar bo'lmasa, u kelmaydi. U qolgan davlatlar bilan bizani davlat farqi bo'lishi kerak. O'zbekistonda kompaniya ochib nima qilish, yo arzonroq bo'lishi kerak biznes qilish, yo sifatliroq bo'lishi kerak, yo kadrlar ko'proq bo'lishi kerak, yo infrastruktura zo'r bo'lishi kerak, yo'l go'talar zo'r bo'lishi kerak-da. Nimadir bilan yo Hindiston bilan boshqa gigant davlatlar bilan yoki o'zimiz o'rtamiyona MDH davlatlar orasida ham o'zimizni solishtiradigan bo'lsak, nimadir bilan ustun bo'lishimiz kerak-da. Faqatgina soliq imtiyozlari bilan kuchli bo'la olmaysiz. Uni juda ham ko'p davlatlar hozir mana Dubay, Osiz, Arab amirliklarida bor beradi, Irlandiyada beradi, ko'p davlatlarda soliq imtiyozi xuddi shu Hindistonda ham beradi, boshqa joylarda ham bor-da. Nimadir bilan farq qilishingiz kerak. Bizning eng katta kuchli tomonimiz O'zbekiston bu yoshlar. Ko'p gapiriladi bu narsa, lekin buni real misoli IT sohasi isbotladiki, IT sohasi oxirgi shu yillarda qolgan sohalarni ham hammasini oladigan bo'lsangiz, eng ko'p ishchi o'rin yaratgan temp o'sish bo'yicha seziladi bu. Bizani shu raqamlashtirish sohasi. Men qolgan sohalarni nima qilmoqchi emasman, lekin realniy temp rosti ish o'rin yaratish bo'yicha ko'radigan bo'lsak, eng ko'p bizada. Va uni haliga aytganimdek, hozir IT park rezidenti bo'lgan kompaniyalar soni mahalliy, xorijiy ta'lim tashkilotining hammasini olsangiz 3000 dan ko'p. O'zi mana masalan oxirgi yillarda har xil kompaniyalar bizaga chiqishadi. Mana bizning kompaniyamizdan ko'rsatib berganlar yoki har xil o'quv markazlari chiqishadi. Hammada asosan urg'u IT ga, dasturchilikka, aynan dasturchilik sohasida super qanaqadir pluslar berilyapti, plushkalar berilyapti, imtiyozlar berilyapti. Shu IT odamlar ko'payishi uchun. Men buni oxirgi 3 yil juda ham qattiq sezyapman. Undan tashqari shaxsiy fikrim, mana biz xuddiki mana sun'iy intellekt davri keldi. Sun'iy intellektni hamchi paydo bo'lishi bilan hamma push qilishni boshladi. Ya'ni kurslar, sun'iy intellekt bo'yicha ishlar, o'zi joy ham ajratib berishyapti sun'iy intellektni tushunadigan odamlarga. Men o'ylaymanki, bu bilan shu 5 milliardgacha 5 yilda уже chiqib bo'lishimizga ko'zim bemalol yetyapti. Chunki mana yaqinda bizga Nvidia DGX Spark superkompyuterini berib turishdi. Ertaga videosi chiqadi, superkompyuter qanaqa ishlashini tushuntirib berganman-da. U orqali noldan sun'iy intellektni yasash mumkin. To'g'ri. Va agarda o'zimizni 3 tasini olib kelib berishdi, agarda o'zimizni superkompyuterlar orqali sun'iy intellektni yasaydigan bo'lsa, bu endi ham katta boost bo'ladi-da, eksport qilsa bo'ladi modellarni. Xuddi shunaqa. Sun'iy intellekt bu alohida tema, juda katta tema. Bu bo'yicha ham biz o'zimizga shunaqa vazifa qo'yganmiz. Albatta bu hamma o'zgarishlar faqat IT sohasini rivojlanishini hisobiga emas. Mana umuman O'zbekistonda bo'lgan o'zgarishlar, misol uchun chet elliklar kelsa, u faqat IT sohasiga qaramaydi. Umumiy biznes klimatga qaraydi. Bank sohasiga qaraydi, yuridik sohaga qaraydi. Kompaniyamni ochgandan keyin pulimni
tranzaksiya qilishi mumkin. Juda ko'p faktorlarga qaraydi. U faqatgina bitta dona bo'ldi IT sohasi zo'r ekan deb kirib kelmaydi. Hozir mana oxirgi yillarda mana oxirgi oy mana rekord bo'ldi. Bir oy ichida 70 ta xorijiy IT kompaniya registratsiya qildi. Bir kunda 2 tadan ko'p degan. Registratsiya. Haligi 2017-yilda o'bshi bir yilda shu 4 ta 5 ta bo'lgan bo'lsa, chet ellik bir oyda 70 dan ortiq xorijiy qanaqa davlatlar? Birinchi navbatda eng ko'pi registratsiya qilgan kompaniyalar Amerika Qo'shma Shtatlarida. Amerika Qo'shma Shtatlarining kompaniyasi O'zbekistonda registratsiya qilib biznesini ochyapti. Germaniya, Saudiya Arabiston, Arab Amirliklari, Yaponiya, Koreya. IT bo'yicha oxirgi o'rinlarda turmaydigan davlatlar, eng rivojlangan davlatlar desak ham bo'ladi. Nimaga? Yana bitta faktor bor. Demografik dividend degan narsa bor. Yaponiya, Koreya, Yevropa davlatlarida umuman qarish tendensiyasi ketyapti. Ya'ni yosh aholi qatlami soni kamayib ketyapti. Tug'ilish soni kam, o'limlar soni oshib boryapti va umuman iqtisodiyotga hissa qo'shadigan yosh aholi qatlami soni kamayib ketyapti. Ko'p davlatlarda, AQShda ham, Yevropani ham bemalol aytsa bo'ladi, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiyada juda ham pastga tushyapti. Koreya, Yaponiyani gapirmadim. Oddiy misol, mana Yaponiyaga yaqinda nima qildik? Yaponiya bilan ham ikkita vazirlik o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'ydik. Nimaga? Oldin Yaponiyaga borib, davayt Yaponiya o'zi kelib bizga kelinglar, biz hamkorlik qilaylik deb IT sohasida, IT servis sohasida hech qachon qilmagan. O'zi qiziqib, o'zi tashabbus qilmagan. Hozir nimaga qilyapti? Chunki majbur bo'lyapti. Nimaga? Ularda aholisi yiliga 1 millionga kamayyapti. Bizda aholimiz 1 millionga har yili ko'payyapti. Ishlaydigan kuchimiz ko'payib ketyapti. Va mana Yaponiya bilan O'zbekiston yoki Koreya bilan O'zbekistonni solishtiradigan bo'lsak, aholini aholi qatlami, ishga layoqatli bo'lgan aholi qatlamini solishtirsangiz, O'zbekistonda 65% yoshlar. Yoshlar degani bu ertaga mana hozir mana 38 millionmiz ham. 10 yilda 50 millionga yaqin bo'lamiz. 50 milliondan 30 millionga yaqini yoshlar degani. 30 million ishga layoqatli bo'lgan. Xuddi shu Koreyani hozir oladigan bo'lsa, 75 million aholi bo'ladigan bo'lsa, hozir 30 million, 35 million yoshlari bo'ladigan bo'lsa, 10 yildan keyin u kamayadi. Ya'ni aynan iqtisodiyotga hissa qo'shadigan aholi qatlamini solishtiradigan bo'lsak, bizda ancha ko'p bo'ladi. Mana eksport davomimizni bitta taraf qiziq. Shu aynan qanaqa IT mahsulotlar, qanaqa IT xizmatlar eng avjida, ya'ni shu eksportga eng katta hissa qo'shayotgan turlari qaysi? Boshida bizda IT mutaxassislar soni va sifati kam edi. Soni ham, sifati ham kam edi. Keyin boshda sifat bilan zo'r mahsulotlarni ishlab chiqaradigan zo'r mutaxassislar kam bo'lgandan keyin ko'proq songa e'tibor berganmiz. Ya'ni IT sohasini eksportini arzon yo'nalishlari, BPO, KPO, ya'ni call center operatorlari, ko'proq nima deydi, arzonroq operatorskiy, logistika yo'nalishlariga ko'proq e'tibor berilgan va albatta eksportda ulushi ko'proq shu yo'nalishda ko'p bo'lgan boshda. Ishlayotgan odamlar, bolalarni ham soni, yoshlarimizni, chunki u sohaga tez kirsa bo'ladi. 3 oyda logistikaga o'rgatib, tilni bilsa, ozgina o'rgatib, darrov eksport qilsa bo'ladi. To'g'ri, 4,000-5,000 dollarlik oylik emas. 300, 400, 500 ming dollarlik oylik. Lekin eng tez tayyorlasa bo'ladigan mutaxassis shular bo'lgan. Shunga asosiy urg'uni berganmiz va hozir sondan sifatga o'tyapmiz. Uni statistikada ham ko'rsak bo'ladi. Eksport umumiy shu 1 milliardga yaqin hajmdagi eksportni 50% dan ortig'i software eksport. Ya'ni dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarilganini eksport. Oldin teskari bo'lgan. Asosiy 50% dan ko'pi BPO, KPO xizmatlari bo'lgan. Hozir o'zgardi. BPO, KPOni anaqasi ulushi kamaygan. Ancha kam, hozir 20% dan sal ko'proq, lekin u ham umumiy sonini oshgani hisobiga baribir katta hisoblanadi. Mana 15 mingdan ortiq yoshlarimiz O'zbekistonda har xil даже qishloqlarda ham, eng chekka qishloqlarda ham Amerika bozorini, traklarini boshqaradi. Hozir nima deb o'ylaysiz? Mana shu call center bo'lmagan, aynan software'ga qaratilgan
qanaqa xizmatlarga tegishli IT mahsulotlar hozir avjiga chiqadi asosan? Endi ko'proq sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt. Ikkinchisi kiberxavfsizlik. Chunki sun'iy intellekt rivojlangandan keyin kiber hujumlarni soni ham sifati ham oshadi. Karra oshadi. U 20%, 30% emas, misol uchun 100 karra, 200 karra oshishi bu aniq. Uchinchi yo'nalish, perspektiv yo'nalishlardan bittasi bu game va animatsiya industriyasi. Content yo'nalishi tez rivojlanadi. U ham sun'iy intellekt bunga как booster sifatida ishlaydi. Oldin kinolarni olish uchun yillar ketgan bo'lsa, hozir kinoni korotkометражный deymiz, kichkina kinoni olish uchun 1,5 kun ham yetadi. Chunki uni ssenariysini yozishga ko'proq ketadi. Texnologически yasashga emas, sun'iy intellekt yordami. Ko'proq ssenariysini to'g'irlashga odam faktori ko'proq. Farqi katta-da. Mana shu industriyalar kelajakda asosiy rivojlanadigan, endi fintech yo'nalishi ham juda ham O'zbekistonda rivojlangan, yana ham rivojlanadi. Aytgancha, mana fintech bo'yicha chet elga chiqib kelib, bir nechta davlatlarni aylanib kelib va chet ellik qanaqadir tanishlarni izohlarini olib, mana shuni tushunib yetdimki, bizda fintech juda ham oldin ketib qolgan. Shunaqa. Hattoki Yevropada ham mana biz bemalol istalgan joyda telefonimizdan to'laveramiz. PayMe-mi, tam boshqasimi bemalol to'laveramiz. Bir-birimizga ham o'tkazib Yevropada unaqa emas. Qiynalib ketasiz. Tam Qozog'iston bilan solishtirsa bo'ladi, lekin qozoqlarning o'zi ham aytayaptiki, "Yo, sizlarda ancha oldin ketib qolgan" deyishyapti-da. Masalan, mayli ularda pul o'tkazsa bo'lar, lekin bizda operatsiya har xil instrumentlari ham ko'payib ketganda va bu bo'yicha mana chet elga chiqib kelmagunimcha odam tushunmas ekan bu narsani. His qilmaysiz? Ha, his qilmas ekan. Yaxshi narsaga tez o'rganadi. Mana hozir internet ham butun respublika bo'yicha bor, yaxshi, sifati, tezligi, chunki buni dunyodagi shu reytinglardan ham ko'rsa bo'ladi. Lekin zo'r narsaga tez o'rganasiz. Lekin 5 yil oldin internet sifati qanaqa bo'lgan, tezligi qanaqa bo'lgan, qanaqa device'larni ishlatganmiz u payt, hozir qanaqa device ishlatyapmiz, qanaqa content ko'ryapmiz, YouTube'da 4K ko'ryapmiz, 8K kerak bo'lsa ko'ramizda. Shunda ham baribir internet tezligimiz pastku, yana ham yaxshilasa bu to'g'ri, yana ham yaxshilasa bo'ladi, lekin misol uchun 4 yil oldin hatto HD sifatli videoni bemalol 4K ko'rib o'tirardik. Ko'rsa bo'larmidi? Yo'q. Yoki boshqa resurslardan bemalol onlayn futbol translyatsiya ko'rsa bo'larmidi? Hozir aholimizdan necha million aholisi Prime o'yin bo'ladigan bo'lsa, nima? Video ko'radi. Anaqa HD bo'lmaganiga jahli chiqadi faqat. Ozgina orada 720 bo'lsa jahli chiqadi. Texnik xato bo'lsa, o'g'irlanib qo'yib berilgan translyatsiya bo'lib qotib qolsa, internet aybdor. O'zbekistondagi internet aybdor, tezlik aybdor bo'ladi. Yaxshi narsaga tez o'rganamiz. To'g'ri, bu degani bo'ldi, biz to'xtab qolamiz. Yo IT sohasi rivoj, yo'q, unaqa narsa emas. Albatta zamonga moslanib, mana 5G, 5.5G, 5.5G ham 2 yil, 3 yil oldin yo'q narsa edi. Boshqa mana davlatlarga boramiz, siz ham mana ko'p davlatlarga borasiz. Amerika rivojlangan shu davlatga borsangiz ham, Yevropa davlatlariga borsangiz ham internet, mobilniy internet zo'r emas. Ha, aytgancha. Shu masalan ishlatayotganingizda, bizanikidan ancha tezroq ekan demaysiz. Unaqa emas. To'g'ri, bizaniki orqada qolib ketgan ekan degan. Oldin shunaqa ko'p solishtirma bo'ladi. O'zbekiston chetga chiqqan hamma narsa solishtiriladi-ku. Voy, bizlar ancha orqada ekanmiz. Hamma soha bo'yicha, hamma yo'nalish bo'yicha ancha orqada ekanmiz degan narsa ko'p ishlatilardi. Hozir unaqa deb bo'lmaydi. Xohlagan narsani texnologiya bo'yicha, IT bo'yicha уже bizani hayron qoldirish qiyin bo'lyapti. Keyin mana masalan biznes kirmoqchi bo'lganda faqat IT sohaga qaramaydi deyapsiz-ku, lekin men o'ylashim bo'yicha IT soha qancha yaxshi rivojlansa, u boshqa sohalarni ham rivojlanishiga hissa qo'shadi-da. Xuddi shunaqa. Masalan shu to'lov sistemalari, o'sha metroda aytganingizdek qo'l bilan to'lasa bo'ladi, bemalol pul o'tkazsa bo'ladi, PayMe'ni o'zidan anaqa davlat idoralariga pul hamma komissiyalarni ham, soliqlarni ham to'lasa bo'ladi. Bolnitsalarda AI kiritishyapti, ya'ni doktorlar AI bilan ishlayapti. Hozirgi paytda bor narsa.
va men o'ylaymanki mana shu sohalar rivojlangani uchun boshqa bizneslar ham rivojlanadi, qulayliklar paydo bo'ladi, biznes ochish ham yuritish ham osonlashadi. Shu deb umumiy biznes muhit baribir yaxshilanadi IT deb. Yaxshilanadi. Endi mana hozirgi aytgan narsalaringizni, misol uchun hech qanaqa kartochkasiz, jeton sotib olmasdan qoningizni, o'sha qo'lingizni kaftingizdagi qonni o'zbekistonlik bolalar, o'zbekistonlik kompaniya qonni texnologiyasidan o'sha kaftingizdagi oqayotgan qonlarni, venalardan oqayotgan qondan to'lov tizimini yo'lga qo'yadi. 5 yil oldin o'rtoqlaringiz bilan o'tirib shuni gaplashgan, san jinnimisan derdi. Nima deyapsan dedi. Bo'ladigan gapni gapirga derdi. Men yaqinda Nukusga borib keldim. AI hackathon bo'lyotdi. Tibbiyot sohasiga AI ni kiritish bo'yicha-da. Yosh bolalar hammaligisi jamoalarga bo'linishgan. Kim AI bo'yicha yaxshiroq qanaqadir yechim taklif qilsa, shularni anaqa g'olib qilishganda, u yana boshqa shaharlarda ham o'tadi. Boruvdim, ko'ruvdim. Hamma bolalarni ana ko'zi yonyapti-da. Shunaqa. O'zini proyektlarini taqdim qilishyapti, menga aytib berishyapti hammasini. Ko'rib turibman, ana qilayotgan ishiga ishonadi. Agarda o'xshab qolmasa ham boshqa narsaga kuchini qaratgan tayyorda. Ya'ni ko'rdim bularni, vso. Bularga ishonsa bo'ladi, bular nimadir zo'r narsalarni chiqarib berishadi bizga deb anaqa amin bo'lib keldim o'sha yerdan. Va har bir shaharda mana shunaqa bolalarni yig'ishmoqchi ekan, men o'z borgan harakat qilaman. Boshqacha umuman ana kuch bilan to'lib turishgan his qilamoqda. Energiya ko'p. O'shanga men shu deb o'zimni ham qanaqadir choldek his qilib qoldim, chunki biz AI bilan tug'ilmaganmiz. Bu bolalar prям уже yoshligidan AI borda. Ular boshqachasiga buni qo'llaydi va rivojlanishni boshqa tezlanish darajasiga olib chiqa oladi, shu deb. Xuddi shunaqa, chunki ular уже boshqacha o'ylaydi. Dunyo qarashi, fikrlashi, bizani paytda maktabda to'rtburchak kompyuterda bajaradigan operatsiyalarimiz soni juda ham cheklangan bo'lgan. Qora ekranda bitta nimani to'rtburchakni yig'ish bo'lgan bo'lsa maksimum. Ito agar informatika sinfxonasiga kirgizsa. Agar temirli eshik bo'lardi. Quplangan bo'lardi. Yopilgan, hech kim faqat mehmon kelsa kiradigan bo'lganda, endi to'g'risi shunaqa bo'lgan. Bir oyda bitta kirsa bayram bo'lardi. Hozir unaqa emas, hammani uyida kompyuter, internet, televizor, YouTube, telefon, hammani qo'lida, telefonda internetga dostуп, maktablarda, internet, universitetlarda xohlagan konfiguratsiyali kompyuterlar, IT parklar, coworking centerlar. Men o'ylayman, bu bizani chanqoq bo'lganimiz uchun. Ya'ni mana boshqa davlatlar nega уже shu pace anaqa ritmi ozgina to'xtab qolgan IT ni rivojlantirish bo'yicha, chunki уже qanaqadir butun infratuzilmalarni o'ziga nastroyka qilib bo'lgan, kerakli darajaga chiqarib bo'lgan. Hozir endi shu bor mavjud muammolar bilan yurishibdi. Bunaqa rivojlanish bo'yicha boshni ortmayapti shekilli. Biz chanqoq bo'lganimiz uchun, energiya ko'p bo'lgani uchun tap bosib ketyapmiz. Mana chet ellik любой O'zbekistonga kelgan IT kompaniyani bilan, misol uchun 1 yil, 2 yil faoliyat yuritgandan keyin O'zbekistonda nima uchun O'zbekistonda ishlayapsan? Faoliyatingni davom ettirmoqchimisan, qanaqa qilib ajralib turadi deb so'rasa, birinchi bo'lib aytadigan faktori nima seni hayratlantirdi deydi-ku. Nima bilan hayratlantirdi desa, misol uchun infratuzilma bilan hayratlantira olmaysiz. Boshqa любой davlatga borsangiz, zo'r binolar bizda ham endi ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin baribir u bilan hayron qoldira olmaysiz. Yoki boshqa faktorlar bilan, pul bilan, misol uchun arab amirliklari pul bilan hayratlantirishi mumkin. Ya boshqa davlatlar har xil mexanizm bilan. Bizda nima hayratlantiryapti san deb so'raganimizda birinchi navbatda aytayotgani bu yoshlarni ishtiyoq, energiyasi, harakati. Men unaqa hech qaysi davlatda ko'rmaganman deydi. Mana dunyoda 30 ta 40 ta ofisimiz bor deydi. Hammasi inertniy bo'lib qolgan. O'tiradi, ishga keladi, unaqa ishlashga. O'zbekistonlik bolalar bilimi zo'r bo'lmasligi mumkin. Zo'r spetsialist, professional bo'lmasligi mumkin. Yosh bo'lsa ham, lekin boshqa davlatdagi bolalar misol uchun 3 yilda o'rganadigan narsani 6 oyda yoki 3 oyda o'rganyapti. Ilib olish darajasi, ishtiyoqi, chanqoqligi, haliga aytganingiz, chanqoqlik darajasi
juda ham hunger deydi-ku, juda balandi. Shuni hisobiga men bu tajribasidagi kamchiligini yopyapti. O'rganib olgandan keyin o'sha tajribali bo'lyapti. Lekin haligi chanqog'i kamamayapti, motivatsiyasi kamamayapti. O'sha motivatsiya darajasi bilan ushlar. Shu narsa o'sha chet ellik kompaniyalarni haligacha bir hayron qoldirayotgan bir faktorlardan bittasi ushlab turibdi. O'zbekistonga oldin misol uchun nomiga kompaniya ochganlar ham hozir eng katta ofislardan bittasi O'zbekistonda qilgan kompaniyalar bor. Oddiy misol ana EPAM kompaniyasi 2018-19-yilda muzokaralar bo'lganda EPAM dunyoda 60 mingdan ortiq dasturchi injenerlari bor. Dunyoning eng xohlagan top kompaniyani aytadigan bo'lsangiz, o'shalarga produktlarni yasab beradigan kompaniya hisoblanadi. Tegi o'zi Belarusiyalik, lekin o'zi Amerikada faoliyat yuritadigan kompaniyada. Kompaniya deyishga ham menimcha hech noto'g'ri. Korporatsiya 60 mingta xodimi bor, dasturchisi bor, injeneri bor kompaniya, menimcha kompaniya deyilmaydi, korporatsiya desak ham bo'ladi. O'zbekistonga o'sha 18-19-yilda kirayotganda ham unaqa ishonch katta bo'lmagan. Hali menimcha bozorga vohli kirishimizga, hali soha uncha zo'r rivojlanmagan, talantlilar bizga yetarli kolичествоda yo'q, soni yo'q. Menimcha qiyin bo'ladi. Mayli ozgina bo'lsa ham progress ko'ryapmiz, keldik, ko'rdik, o'zgarish bor. Ochib ko'ramiz, eksperiment qilib ko'ramiz. Lekin katta narsa va'da bermaymiz, biz unaqa katta ishonmaymiz. O'shanda 5 ta esimda bor, 5 ta odam ishga olgan. Birinchi yil. Hozir nechta odam ishlayapti deb o'ylaysiz? 1000 ta? 1000 ga yaqin odam ishlayapti. 1000 ga yaqin. Ularni o'zini odamlar qancha? O'zini odam yo'q. Ha, o'zini odam yo'q. Chisto o'zimizni. O'zimiznikilar. O'zbekistondagi ofisda 1000 ga yaqin, hozir 1000 dan ham ko'p bo'lsa kerak. 1000 ga yaqin. Ularni oyligi, misol uchun Amerikada, Yevropada qancha to'lasa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Aytgancha mana shu EPAM dedingiz, yana qiziq, qanaqa shu nomlarni aytsangiz, qaysi katta kompaniyalar bilan hamkorlikdamiz yana? Endi aynan IT xizmatlar eksporti bo'yicha unaqa katta nomlar ko'p emas. Lekin hamkorlikda ishlayotgan kompaniyalarni aytadigan bo'lsak, hamma katta igroklar bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Oddiy misol mana Nvidia'ni aytdingiz. O'zidan o'zi u hammaga ham sotmaydi. Nvidia hozir bilasiz qanaqa talash ketyapti GPU klasterlarga, GPU anaqalarga. O'zbekistonga oxirgi 3-4 oyda Nvidia'ning rahbarlari, aynan regionalniy rahbar boshqalari 5-6 marta keldi. O'zidan o'zi menimcha kelmasa kerak. Aynan nimadir bo'lgani uchun kelyapti. Nvidia ancha faol bo'lib qoldi. Даже men o'zim ham bir 3-4 marta hamkorlik qildim ular bilan. Ya'ni 2 yil oldin unaqa narsa bo'lmagan. Hozir Nvidia'ning o'zi chiqyapti bizga. Shunaqa. OpenAI gaplashamiz, bizlar bilan muloqot qiladi, bizga mana arzonlashtirilgan tarif qilib berdi o'zbekistonliklar uchun. $5 qilib berdi. ChatGPT ga oldin $20 bo'lgan. Bu ham o'zi xohlab, davaychi O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz, O'zbekiston deb emas, bu orqasida qanaqadir ish bo'lgani uchun. Undan tashqari mana Coursera eng katta partnerlarimizdan bittasi. Ular O'zbekistonda yoshlarni eng zamonaviy onlayn kurslarga o'qitish bilan bo'yicha biz 22-yil ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. To'g'ri, davlat tomonidan biz ular bilan hamkorlik qilib kurslarni sotib olib, yoshlarimiz, chekka hududdagi yoshlarimizdan bepul ta'lim olish imkoniyatini yaratganmiz. Bu nima uchun qilinyapti? Hozir emas, 5 yil, 10 yildan keyin ham kadrlarimiz bo'lishi kerak. Kelayotgan kompaniya birinchi navbatda agar IT mutaxassislar soni va sifati zo'r bo'lsa, ochadi. Bo'lmasa qiyin. Katta kompaniyalarni olib kelishimiz qiyin. Bu haligi bilim xoni degan loyiha emasmi? Yo'q. Boshqasi. 1 million dasturchi loyihasi boshlangan. O'shani doirasida bo'lgan. Hozir endi uni transformatsiya qildik. Coursera-dagi bepul o'qitiladigan kurslarni hammasini AI ga o'tkazdik. Dasturlash bo'yicha kurslar yo'q уже. Hammasi AI related, AI ga bog'liq bo'lgan kurslar va ular ham bepul. O'sha Google AI bo'yicha ChatGPT, Fundamentals, hamma AI ga taalluqli bo'lgan kurslar hammasi bepul. Yoshlarimiz AIleaders.uz platformasi orqali kirib Coursera'ni, Google, IBM, Oracle, Huawei, boshqa kompaniyalarni kurslarini bepul ochib, o'qib, o'rganish imkoniyatlari bor.
xuddi Yevropani bolasi kabi, Amerikani bolasi kabi yoki Yaponiyani yoshlari kabi o'rganish mumkin. Farqi faqat o'zbekistonliklar tekinga o'rganish imkoniyati bor, ularda shu imkoniyati kamroq. Da, anaqa hozir mana gaplashganimizdek, bu hammasi mana aytibmiz-ku, bilimi tam dunyodagi nomer 1 bo'lmasa ham baribir chanqoqmizni nimadirlarni qilib ko'ryapmiz va bu asosiysi, ya'ni tajriba yig'yapmiz doim. O'ylaymanki, mana shu yerda hali gaplashgan gapimiz to'g'ri keladi. Mikro darajada hozirgi paytda shunchaki o'zimizga ko'zimizga anaqa nimadir harakat qilayotganimizda o'xshamasa past ketadi tendensiya, o'xshasa tepaga ketadi tendensiya, lekin katta tepaga ketayotgan trendni mikro har kungi darajada ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin makro darajada qarasak shu 5 yil ichida shunday trend tepaga ketyapti. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha bu bor narsa, bu shunchaki katta miqyosdan qarash kerak holatga. Shunaqa. Global qaraydigan bo'lsak, 3-4 yil, 5 yil oldin umuman tasavvur qilish qiyin bo'lgan narsalar hozir oddiy holat bo'lib qolgan. Haligi internet tezligi ham, kontent ham, davlat xizmatlari ham, onlayn xizmatlar ham, fintech sohasi ham, mana unicornlarimiz bor, Uzum, boshqa katta korporatsiyalar O'zbekistonda ishlayapti. Nimaga? Bozor bor. Sharoit bor, imkoniyat bor. Onlayn marketlar oldin misol uchun nimadir sotib olish uchun 5 yil oldin qana qilib narsa sotib olardik. Bozorga borilardi. Onlayn vaqt ketardi. Onlayn narsa sotib bo'larmidi? Qiyin. Juda qiyin. Hamma narsa hozir xohlagan narsangiz, nafaqat O'zbekistondagi, chet ellikga xohlagan narsangizni zakaz qilasiz marketdan. Olib kelib beradi, da. Marketplace'dan zakaz qilasiz, keyingi kun olib kelib beradi. Boshqa xizmatlarni ham ko'ring, xohlagan xizmatingizni olsangiz, onlayn olish imkoniyati, qilish imkoniyati bor. To'g'ri, ideal emas. Ko'p sohalar уже mana oldin 1-sinfga bolangizni bermoqchi bo'lsangiz, bu juda katta mashaqqat bo'lgan. Jismonan borib gaplashib nimadir qilish kerak. Men esimda bor, meni oyim maktabga 1-sinfga berish uchun 4 marta maktabga olib borganlar. 4 marta olib borganlarida imtihondan o'tish kerak bo'lgan, kimdirlar meni suhbat qilish kerak bo'lgan 1-sinfga olish uchun. 4 marta borganingizda kuchingiz kerak odam, bormi yo'qmi? O'zi keyin bir marta borasiz, vaqti bo'lmaydi, qaytib ketasiz. Keyingi safar borasiz, mana hujjatlarni olib keling deydi. Yana borasiz, olib kelasiz, to'liq bo'lmaydi u. Yana qaytib borib, yana kelish kerak. U yana keyin topa olmaysiz va hokazo. Juda qiyin, hali oladimi yo'qmi? Katta savol. Hozir bironta ota-ona maktabga farzandini 1-sinfga berganda, qo'lidan ushlab olib kirmaguncha bormaydi. Chunki onlayn. Hamma hujjatlarni onlayn biriktiradi. Regiondagi mos keladigan mikrohududdagi onlayn kartadan maktabini tanlaydi, o'zi mikrohududiga sinfini tanlaydi. Avtomat bola уже 1-sinfga qabul qilingan. Direktor ota-onani ko'rmagan, ota-ona direktorni ko'rmagan yoki anaqani ko'rmagan, bola ham ko'rmagan. Oldin nechim уже qarindosh bo'lib ketardi, deb aka bolasini 1-sinfga berguncha direktor bilan anaqa ota-ona. Shunga o'xshagan narsalarda. Endi bu bitta misol aytaman, bunga o'xshagan 800 dan ortiq davlat xizmatlari bor. Juda ham, masalan, men ba'zi bir paytda MyGov imkoniyatlariga qoyil qolaman, chunki hozir shunaqa davr bo'lib qoldiki, men deyarli juda ham ko'p 90% narsani bajarish uchun prosta uydan chiqmayman. Men uchun uydan chiqish uchun juda ham bir muhim sabab bo'lish kerak-da hozirgi paytda. Ya'ni uzoqda yashayman, shu yaxshi ham prosta kompyuterdan yoki telefondan bajarib tashlayman hamma narsalarimni. Mashinani ishlaridan boshlab, mana shu maktablargacha yopib tashlaydi hamma narsani. Katta kompaniyalar haqida ham bitta savol berish esimdan chiqdi. Mana shu qaysi katta hamkorlar bilan birga ish yuritamiz deb so'radim. Yaqinda ICTVik bo'lib o'tdi-ku, men o'zim ham bordim, hamkor bo'ldim, media hamkor bo'ldim va deyarli ko'plab kompaniyalarni ko'rdim. Ba'zilari stendlari zo'r, ko'rsatayotgan narsalari zo'r, taklif qilayotgan yangi yechimlar shunaqa ko'pki, hammasini ham eslab qola olmaysiz. Sizni fikringiz qanaqa? Men o'zim xulosalarimni chiqarib bo'ldim, bu haqida videolar ham qilib bo'lganman. Sizni fikringiz qanaqa? Shu siz to'laqonli qoniqqanmisiz? Nimalarni o'zingizga ajratib oldingiz o'sha yerda?
qanaqa xulosalar chiqardingiz? Endi ICTVga tashkilotchilardan bittasi man desa bo'ladi, jamoamiz bilan birgalikda va buni ancha yildan beri qilib kelamiz. Solishtirish imkoniyatimiz bor. Bu yil albatta sonlar bilan hali gaplashdik. Trend o'zgarishlar bo'layotganini sonlar gapiradi. Odamlar emas, sonlar, faktlar gapiradi. Faktlarga qaraydigan bo'lsak, ICTV bu yil oddiy misolda oladigan bo'lsak, chet ellik mehmonlarni olaylik. 24-yil xorijdan kelgan, qatnashgan mehmonlar soni 900 tadan sal ko'proq bo'lgan. 24-yil. 23-yil 500 ta ham bo'lmagan. 200 ta, 300 ta bo'lgan, bo'lishi mumkin. Bu yil 2000 tadan oshdi. Wow. Общий jami 25 ming ta odam keldi ICTVga 4 kun davomida. Shundan 2000 tasi chet eldan uchib kelgan. Uchib kelib, gostinitsada joy olib, bir hafta vaqtini O'zbekistonda o'tkazib, IT sohasida bo'layotgan anaqalarda sessiyalarda qatnashdi, boshqa 2000 dan ortiq. 3-4 yil bilan solishtirsangiz 5 barobar, 6 barobar ko'p. Men bilasiz, chet elliklarni majburlab olib kelib bo'lmaydi. Ha. U o'tda butun shu jarayon anaqa bo'layotgan narsalar sun'iy emasligi sezilib turdi. Odamlar rostdan tortib olib kela olmaysiz-ku. Odamlar ko'p, hamma bir-biri bilan gaplashyapti, qiziqib yotibdi, kompaniyalar bir-biri bilan muloqot qilyapti. Ikkinchi mana faktor stendlarni o'zi ekspoda. Hech qachon bo'lmagan. Bu ICTV odatda o'zi an'anaviy mahalliy IT kompaniyalarni bir tadbiri bo'lgan. Asosan o'zimizning kompaniyalar, o'zbekistonlik kompaniyalar, как bir yilda bitta yig'iladigan, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, choyxona desa ham bo'ladi, kim nima innovatsiyalar qilayotganini tanishib nima qiladi. Bu yil birinchi marta tarixda Expoda qatnashgan kompaniyalarning soni, chet ellik kompaniyalar soni 50% dan oshdi. Ya'ni yarmidan ko'pi chet ellik kompaniyalari stend qurdi, O'zbekistonga olib kelib, pul tikib, o'zini produktlarini, chet ellik produktlarini O'zbekistonda namoyish qildi. Katta stendlarni ham qo'yib qo'yishibdi. Men Yandex ham kattagina bitta chiroyli stend qo'yib qo'ygan. Yandex, misol uchun Qatar, Yaponiya pavilyoni. Yaponiya hech qachon O'zbekistonga kelib pavilyon qurib, IT xizmatlarini, IT kompaniyalarini prezentatsiya qilmagan. Xuddi shunaqa Koreya, Latviya pavilyoni, Arab amirliklariniki va hokazo, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlarining kompaniyalari rosa ko'p keldi. Kelayotganini sababi nimadir harakat bo'lyapti, nimadir bozor bor. Bozor bo'lmasa hech kim kelmaydi. Plus bozor, iqtisodiyot, pul. Bitta shu stendni o'zini qurish 15-20 ming dollar bo'ladi chunki. Menimcha undan ancha ko'p. Даже ko'proq. Ya'ni pul tikib, shunchaki o'zini ko'rsatish uchun shuncha pul tikishadi. Da, u investitsiya. Значит, bu bozorga ishonyapti. Bu bozorda o'zini ko'ryapti. Va bu bozorda rivojlanmoqchi, shuning uchun o'zini ko'rsatishga, xarajat qilishga tayyor. Mana shu ikkita raqamni o'zi ko'p narsani gapiradi va startaplarning sonini ko'rgan bo'lsangiz, dahshat. Investorlar bilan startaplarga zo'r plashatka bo'ldi bu yil. Bir-biri bilan bemalol gaplashish, biznesiga pul tikish, o'zini biznesini eng katta kompaniyalar rahbarlariga bemalol gapirib berishga imkoniyat bo'ldi. Shunga ko'proq urg'u qaratdik va yana bitta farqli qismi 300 dan ortiq chet el spikerlar keldi. Ko'rdim. Va ularning darajasini ko'radigan bo'lsangiz, rostdan ham yomon emas. Shulardan bittasi o'zimizning vatandosh, to'g'ri, Meta korporatsiyasida vitse-prezident, sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha research universiteti professorlar O'zbekistonga qaytib mana bizga yordam berdi. Nvidia'dan kelishdi, Oracle'dan keldi, Microsoft'dan keldi, Google'dan keldi, IBM'dan keldi. Hamma top kompaniyalarni oladigan bo'lsangiz, Xitoy, Koreya, Yaponiyadan 50 ta kompaniya keldi. Bozorimizni o'rganib kirish uchun nima imkoniyat. Aytmoqchi bo'lgan progress bor. Lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsak, men o'zim shaxsan qoniqmadim. Qani? Chunki biz ko'p konferensiyalarga, ko'p sammitlarga boramiz. O'sha bilan solishtirishga harakat qilamiz. 3 yil oldin mana birinchi marta Qatardagi web sammitga borganimizda havas qildik. Wow, deb dahshat. Bizda qachon bo'lar ekan deb. Bu yil juda yaqin. Kam bo'lmadik. Zo'r ham bo'lmadik, no endi juda yaqin darajada bo'ldi. Men o'ylaymanki, siz shu ozgina qoniqmaganingiz yaxshi.
haligi shu anaqa chanqoqlik hunger qoladi shunda. Bor. Banda bir nima bor, maqsad bor. Keyingi yil undan ham zo'r. Nimaga biz o'sha dunyodagi eng zo'r выставkalardan zo'r qila olmaymiz? Qila olamiz. Buni ko'rdik, mana shu progressdan ko'rdikki qila olar ekanmiz. Undan ham yaxshi qilsak bo'ladi, harakat qilib, oldindan harakat qilishimiz kerak. Bunga O'zbekistonning umuman dunyodagi reputatsiyasi oshayotgani yordam beryapti. Hali gap 17-yilda Ubukimga chiqsangiz javob ham bermasdi-da emailga. Hozir 2000 ta odam bitta tadbiringizga kelyapti chet eldan. Da. Mamnaq qilaylik, yana bitta o'zingizga butun mana hop qoniqmadingiz. ICT Week'dan top 3 ta baribir sizga eng yoqqan narsa. Bu yil eng ko'p yoqqan narsa birinchidan chet ellik spikerlarning darajasi yuqori bo'lgani. Bu rostdan ham zo'r bo'ldi. Va agar sessiyalarga, forumlarga qaysidir bittasiga kirib ko'rgan bo'lsangiz, prosta o'zingiz qiziqib 30 dan ortiq sessiya bo'ldi. Birontasi tashkillashtirilmagan. Qanaqa ma'noda oldin odamlarni haydab Ha. Unaqa odamlar o'zi kelib, o'zi qiziqib, tematik AI bo'yicha sessiya bo'lsa отдельно, o'zini kontingenti keldi, startup bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, investor startup keldi, Koreya biznes forum bo'lsa Koreya, Yaponiyaniki bo'lsa Yaponiya, va hokazo, investor bo'lsa investor. Ya'ni tematik o'zini yo'nalishi bo'yicha community bo'lib, уже odamlar bir-birini tanib, har xil ekosistema, davlat, biznes, xususiy sektor, startup, investor, hammasi bitta joyga yig'ilib bir-biri bilan muloqot qiladigan joy. O'sha unaqa bo'lmagan. Oldin unaqa vibe sezilmagan. Bu yil u shunday sezildi. Tabiiy hammasi. Kelganingizda sezdingiz. Ikkinchisi, yana menga rosa yoqqan narsa, o'zimizning mahalliy startaplar, o'zimizning mahalliy kompaniyalar taklif qilayotgan innovatsion texnologik yechimlar chet ellikdan qolishmayotganligini ko'rdik. Men o'zim buni guvohi bo'ldim, ko'rdim. To'g'ri zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin yomon emas. Ular farqli darajalari ham boshlandi asosiysi. Nimadir bor. Fintech sohasida ham, startaplar, sun'iy intellekt yo'nalishidagi sohasida ham, ta'lim sohasidagi boshqa sohalardagi startaplarning darajasi chet eldagidan qolishmaydigan darajaga chiqdi. Mana shu narsalar haqiqatda bu ICT Week'da bu yilda farqli. Qolgani endi nima deydi, maqtanadigan narsalar emas-da. Misol uchun chiroyli stend. Tushunarli. Endi tashkiliy narsalarda realni bunday ekosistemani o'zgartiradigan narsaga qaraydigan bo'lsak, mana shu narsalar, albatta buni natijasida imzolangan kelishuvlar, partnyorlarni bir-biri bilan topgan. Bu hozir ko'zga ko'rinmaydi. Misol uchun ICT Week doirasida menimcha mamnaqa odam keldi. Bu hech narsa berdi, lekin o'sha paytdagi bo'lgan connectionlar, networking, kelishuvlar, gaplashgan narsalar, qilgan kontaktlaringiz, qilgan bir-biri bilan shu biznes investorlar bilan, investorlar startaplar bilan, startaplar yana boshqa communitylar bilan qilgan ta'lim tizimi, industriya bilan qilgan muloqoti, bir-birini o'rgangan etiklik tajribasi 2 yil, 3 yil, 4 yilda aniq bir katta natijaga olib keladigan narsaga olib keladi. Balkim biz bilmaymiz, balkim kimdir potensial kelajakda o'zining produktini 10 million, 20 million, 100 millionga sotish uchun potensialni bir investorni topgan bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz. Balkim kimdir qaysidir investor O'zbekistonda qanaqadir imkoniyat ko'rib, kelajakda 100 million, 200 million investitsiya qilishga qaror qabul qilishga birinchi qadami bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana juda ham ko'p kompaniyalar e'tibor bergan bo'lsangiz, e'lonlar bo'ldi, venture fondlar ochildi. ICT Week doirasida e'lonlar bo'ldi. Qaysidir kompaniya 20 million AQSh dollarlik venture ochdi. Misol uchun Domino Ventures ochdi. Amazon web service kompaniyasi o'zini filialini O'zbekistonda ochib, startaplarimizga imkoniyat qilib berish bo'yicha joylarda. Undan tashqari mana Yandex alohida 20 million dollarlik fond ochdi startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun. Va hokazo. Bilasizmi, men o'ylaymanki, yana bitta ko'zga tashlanmaydigan, lekin unaqa hozir mana venturni fondga o'xshagan katta narsa bo'lmasa ham ko'zga tashlanmaydigan va xorijiy bozor bizga qiziqayotganini isbotlab beradigan narsa ICT Week'da ko'rsatildi.
Yandex Alisa stansiyani o'zbek tilida chiqardi-ku. O'zbek tilida, ya'ni alohida til modelini chiqarish bu ham katta ish, katta sarmoya va alohida O'zbekiston uchun shu ishni qilishgani, bu degani ular bizda katta potensial ko'rishyapti va ancha ish qilishmoqchi bu yerda. Shunaqa. Nafaqat Yandex, hamma kelganlar Ha. hali aytganimizdek bekorga kelmaydi. U albatta daromad ko'rmasa, biznes qilmasa, nima deydi? Agar qanaqadir bir foyda ko'raman, foyda ko'rmayman, zarar ko'raman deb kelmaydi-da. Albatta. Qanaqadir foyda ko'rish uchun keladi, biznes qilish uchun, imkoniyatlardan foydalanish uchun keladi. Menimcha hozir imkoniyatlar davri, foydalanish kerak. Yana bitta muhim bir faktor meni ICT bilan bog'liq bo'lgan, startaplar bilan bog'liq bo'lgan. Hozirgi kunda startaplar uchun O'zbekiston mahalliy startaplar uchun eng ideal payt. Yaqinda bitta xalqaro konferensiyada, O'zbekistonda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ishtirok etdim. Bizani sohaga e'tiroz qilyapti xalqaro hamkorlarimiz, xalqaro kompaniyalar deydi, O'zbekistonda startaplarga tikiladigan puldan, hajmidan startaplar tikilishi mumkin bo'lgan startaplar kam. deb menga e'tiroz qilyapti-da. Pul ko'payib ketgan, startaplarga pul tikadigan. Lekin startaplarni qilib bera olmayapsizlar deb e'tiroz. Endi keyin uzr dedim. 2 yil oldin xuddi shunga o'xshagan yig'ilishimizda teskari gapiruvdingiz. Pul kam? Pul yo'q, startap ko'p dedingiz. Endi pul ko'p qilib menga e'tiroz qilyapsizmi? Pul ko'pligi yaxshi. Bu degani universitetlar, umuman yoshlarimiz qancha ko'p startap qilsa, hozir ko'proq pul jalb qilish imkoniyati zo'r mamlakat. Haligi imkoniyatlar davri degani shu. Bu ham shu startaplar sohasi qanchalik rivojlanayotganini bir faktori-da. Bu yaxshi e'tiroz. Pul ko'pda, startap kamroq ekan. Ko'payib ketyapti sohada pul, startapga tikadi, lekin yetkazib beringlar ko'proq startap deyishi, bu menimcha bu ham bir qanaqadir progress. Juda qo'shilaman. Maksimum ishlatish kerak hozirgi holatda. Mana sun'iy intellekt alohida mavzu dedik-ku. Xuddi shunaqa. Men bir marta Hikmat aka bilan anaqa gen prokuraturaga borib, shu gen prokuratura ishlarida sun'iy intellekt qanaqa ishlatsa bo'ladi, o'zi sun'iy intellekt nima, shu narsa haqida ma'ruza beruvdik-da. O'shanda bir umid qiluvdim, hamma davlat idoralariga borib shu sun'iy intellektni tushuntirib bersa, ular ishida qanaqa ishlatsa bo'ladi, shu narsalarni taklif bersa deb umid qiluvdim-da. Va sizga ham shu savolni bermoqchiman. Hozirgi paytda siz nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt davlat idoralarida qaysi ishlarni hal qilgani yordam bera oladi? Hozirgi zamonda juda ko'p sohalarni jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, undan tashqari qaysidir qiyin byurokratik jarayonlarni osonlashtirishga yordam beradi va katta qarorlarni qabul qilishga yordam berishi mumkin. Agar uni sun'iy intellektdagi sohadagi oxirgi 5-10 yildagi ma'lumotlarini to'g'ri bo'lib, uni to'g'ri o'qita olsa, har bitta sohaning egasi to'g'ri yondashib sun'iy intellektni o'qitish, chunki uni o'qitish kerak. O'qitmasangiz, unga sizga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam bera olmaydi. O'shanga birinchi navbatda har bitta soha bo'yicha data set deymiz. Data set bilan data labeling qilib, data set yig'gandan keyin u to'g'ri ma'lumotlarni sun'iy intellektga o'qitsa, o'sha sohani, misol uchun haligi gap 1 yilda qilingan ishni 50 ta qilgan xodim ishni 1 soatda qilib berishi mumkin. O'sha hisoblash quvvatlari, GPU-lari bo'lsa, u to'g'ri o'qitilgan bo'lsa, shu 1 yil, 2 yilda qilish mumkin bo'lgan ishni sizga 5 minut, 10 minutda qilib berishi mumkin. Agar sir bo'lmasa, mana men bilamanki, qaysidir organizatsiya yoki kompaniya o'zi uchun shunaqa sun'iy intellektni moslamoqchi bo'lsa, ko'pincha tayyor modeldan foydalanadi. Masalan, Meta'ni Llama modeli bor. U xuddiki mana bir tayyor ishchi, katta voyaga yetgan ishchi, uni shunchaki anaqa mutaxassis qilib o'qitsangiz bo'ladi, o'qitgan ishingizni qilib beradi u. Sir bo'lmasa, biz shu har xil sohalarimizda, davlat idoralarida bir balki shunaqa plan bordir, reja bordir. Lamani har biriga berib qo'yib, masalan,
tibbiyot sohasida tibbiyotni lamaga o'qitib qo'yib, tam ichki ishlar ma'lumotlarini lamaga o'qitib qo'yib, xullas har biriga shunaqa alohida bitta model yasab chiqish rejasi yo'qmikan? Bor. Buni yaqinda hurmatli prezidentimiz bizani IT parkka kelgandilar. Unda sun'iy intellekt bo'yicha milliy brainstorming deymiz. Muloqot bo'ldi. Hamma bilan birgalikda hamma sohalarni sun'iy intellekt yana ham nima qilsak rivojlanadi degan bir yarim kunlik muhokamalar bo'ldi. Unda hamma ishtirok etdi. Hamma davlat idoralarining rahbarlari, hokimliklar, bizani vazirlik, prezident boshchiliklarida bo'ldi. G'oya qanaqa edi? Yana nima impuls bersak, sun'iy intellekt texnologiyalarini O'zbekistonda yana ham rivojlanadi va shuni orqasidan iqtisodiyotimiz yana ham rivojlanadi, boshqa sohalarimiz rivojlanadi. 3 narsaga e'tibor berish kerakligi aniqladik. Birinchisi bu infratuzilmani rivojlantirishimiz kerak. Infratuzilmasiz iloji yo'q. Haligi data centerlar qurmasak, u katta ma'lumotlarni qayta ishlash qilolmaymiz. Bizani hozirgi kuchlarimiz yetmaydi. Ikkinchisi, u infratuzilmani qilgandan keyin parallel ravishda haligi yuqori hisoblash qiymatiga, quvvatiga ega bo'lgan klasterlar, ya'ni GPU, CPU klasterlar, superkompyuterlarni olib kelishimiz kerak, chunki uni oddiy kompyuterlar u ma'lumotlarni qilolmaydi. U bo'yicha alohida. Ikkinchisi, ular bo'lgandan keyin uni nima bilan ozuqa beramiz? Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qanaqa produkt ichiga o'qish sharoiti, ya'ni o'tga qaysi sohalarga qanaqa data set beramiz, qanaqa data labeling qilamiz, o'zbek tilini qanaqa qilib unga singdiramiz, har bitta soha. Shu bo'yicha 100 dan ortiq sun'iy intellekt bo'yicha loyihalarni joriy qilish belgilandi. Ya'ni har xil sohalarda, qaysidir sohada 2 ta, qaysidir sohada 3 ta, qaysidir sohada 10 ta loyiha joriy qilinadi. Ya'ni shulardan foydalangan holda. Aytib berayotgan narsalaringizdan men darrov ko'zim yetyaptiki, adashmasam reja shunaqaki, klasterlarni ko'paytirish, ya'ni superkompyuterlarni ko'paytirib, ularni NVLink bilan ulab, bitta katta superkompyuter qilib, shu har xil davlat idoralariga alohida model yaratib berish. Albatta bu alohida model bo'ladi va bu yerda yana bitta muhim narsa, buni ham e'lon bo'ldi. Shu superkompyuterlar kelgandan keyin infrastruktura bo'lganda parallel ravishda shu superkompyuter quvvatlardan foydalanishga universitetlar bilan startaplarga bepul foydalanish imkoniyati beriladi. Zo'r. U qimmat narsa bilasiz. Undan foydalanish, arenda, sotib olish umuman gapirmasa ham bo'ladi. Foydalanish hamma ham uni qila olmaydi. Misol uchun, endi startap boshlayotgan bo'lsa yoki universitetda qanaqadir R&D research qilmoqchi bo'lsa, unga pul yetmaydi. Shuni imkoniyatini yaratish ham e'loni bo'ldi. Xudo xolasa buni ham bo'lgandan keyin albatta nima qilamiz? Hammasini parallel qilish kerak. Va uchinchi asosiy komponenti infrastruktura bo'lsa, ikkinchisi o'sha ma'lumotlar, to'g'ri ma'lumotlar, aktual ma'lumotlar va uni orqali sun'iy intellektni o'qitish masalasi bo'lsa, o'qitib aqlli qilish masalasi bo'lsa, uchinchisi ta'lim. Ya'ni kadrlarni tayyorlash. Buni zo'r, mana Saudiya Arabiston bilan 3 milliard dollar qiymatiga ega AI data center qurilyapti. Kim uni boshqaradi? Yoki mana modellarni har bitta iqtisodiyot tarmog'idagi sohasidagi sun'iy intellektlarni razrabotkasi, ishlab chiqishi, implementatsiyasini kim qiladi? O'sha kadrlar qiladi. Lekin uni zo'r investitsiya qilib olib kelib qo'yamiz, lekin undan foydalanadigan odamimiz bo'lmasa foydasi. Qo'l. O'shanga shu miya yoshlarimizni aynan sun'iy intellekt texnologiyalariga o'qitish, haligi siz aytgan hakatonlar qiziqtirish nuqtai nazaridan har bitta respublikamizda har bitta hududida hakaton, AI hakaton bo'ladi. Nima beradi? Biza chekka hududdagi yoshlarimizni iqtidorini bilib olishga imkoniyatimiz bo'ladi. Biza bilmaymiz hozirgi kunda, balkim super aqlli bola bordir sun'iy intellekt. Shunaqa hakatonlar orqali real talantlarni chiqarib, bilib olib, qaysidir sohalarga ularni biriktirib o'sha mutaxassis qilib, bu birinchi qadami bo'ladi. Xuddi shunaqa mana 1 million dasturchi loyihasi bilan shunaqa boshlangan. Hamma kulgandi o'shanda. Qanaqa O'zbekiston 1 million dasturchi
qanaqa u o'zi ambitsiyaga boy qanaqadir loyihalar bo'lganda skeptizm kuchli bo'ladi. skeptizm kuchli bo'ladi, ko'zi yetmaydigan odamlar qanaqa qilib bo'ladi deb o'ylaydida, o'ylashmaydiki kichkina qadamlar bilan katta narsalarni qilib tashlash mumkin. Yig'ilib mana yaqinda biz sarhisob qildik o'zimiz uchun. Mana 1 million o'zbek dasturchi loyihasi bo'ldi, tugatamiz. Endi 1 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasini yo'lga qo'yamiz. Bu zamon o'zgaryapti, biz yoshlarimizni o'zgartirishimiz kerak, boshqa narsa o'rgatishimiz kerak deb nima qilayotganimizda ham o'zi nima natija bo'ldi deb qarang. To'g'ri, kamchiliklari ham ko'p bo'ldi. Misol uchun kimdir nomiga o'qigan, ideal bo'lmaydi uni. Kimdir fake qilgan, kimdir o'rniga o'qigan кейslari ham bo'lgan, majburlashlar ham bo'lgan, har xil keys bo'lgan. Lekin shu 1 millionning ichidan misol uchun 100 mingta bola realni o'qigan bo'lishi mumkin-ku. Vyjimka sok bor-ku baribir, to'g'rimi? 100 mingdan 10 mingtasi realni IT sohasiga qiziqqandir. Uning ichidan 100 tasi startap qilgandir, kompaniya ochgandir yoki hozir katta kompaniyalarda ishlayotgan, yaxshi IT universitetga kirgandir. To'g'ri, 1 million programmist paydo bo'lib qolgani yo'q O'zbekistonda. Bo'lmaydi ham unaqa. Aytmoqchi bo'lganim, nimadir kattadan boshlab sekin uni nima qilinsa, qanaqadir natija bo'ladi. O'zi davlatning mana shunaqa loyihalari bo'lganicha, bu men uchun, meni ko'zimda bir filtr. Ya'ni masalan shu meva solinadi shu filtrga, u mevadan keyin shu sharbat chiqib keladi. Mevani butun 100% chiqib kelmaydi-ku, lekin sharbat chiqadi. Shu qolib ketgan anaqalari bu o'sha nomiga o'qiganlar-da. Sharbati bu haqiqiy nimadirga erishgan, qanaqadir natija keltirgan odamlar. Xuddi shunaqa. Lekin qilinmaganda nima bo'ladi degan savol bor-da. Ha. Agarda shu filtr bo'lmaganda-chi, bu umuman hech qanaqa sharbat chiqmagan bo'lardi. Hech narsa bo'lmasdi. Shu eskicha olmani yeb anaqa qilib, lekin o'sha talantlarni ajratib olishga yoki qiziqtirishga birinchi qadam qilishga, umuman IT sohasiga bexabar qiziqishi bo'lmagan bolalar ham hozir massani yaratishga imkoniyat berdi. Hozir mana nimaga muhim bu? Agar shu biza 1 million o'zbek dasturchi loyihasini qilmaganimizda, hozir mana sun'iy intellekt davri kelyapti-ku. Давайте hammani massaviy sun'iy intellektni o'qitish davri keldi deganimizda buncha odam qiziqtirib o'qita olmasdik. Chunki baza bor. O'sha ko'proq odam tushunyapti kerakligini. Uni bunga o'tish osonroq. Birdaniga unaqa katta qiyin ish qilish kerak emas. O'sha baza fundament bor, qiziqish bor, unaqa qiyin emas. O'sha oson o'tadi. Lekin agar shuni qilmaganimizda hozir sun'iy intellekt davri kelgan, biz bilmasdik-ku kelishini. Agar birdaniga kelib qoldi. Kelganda O'zbekiston ko'proq yoshlari shuni texnologiyaga o'tishga tayyorroq. Ko'proq massa. Bu ham mana katta pluslar, ko'zga ko'rinmagan, hech kim inovatga olmaydigan katta plus. Xuddi shunaqa ertaga yana yangi nimadir chiqib kelishi mumkin, biz bilmaymiz. Lekin unga qancha odamimiz tayyor bo'ladi deydigan bo'lsak, mana shunaqa dunyo bilan hamnafas bo'lib yangi texnologiyalarni qiynatib bo'lsa ham o'rgatib tursak, o'rganishsa, yoshlardan ko'p narsa talab qilinmayapti hozir. Davlat tomonidan o'sha bepul o'qish imkoniyati yaratilib berilyapti. Maktabda, universitetda, maktabda internet bor, kompyuter bor. To'g'ri, super bo'lmasligi mumkin, lekin bor. Oldin umuman bo'lmagan. Hozir bor. Eng chekka hududdagi eng qishloq maktabga borsangiz ham o'shda internet bilan kompyuter bor. Shu kichkina qadamlar katta natijalarga olib keladi. Legoga o'xshab, Legoga o'xshab kichkina narsalar quriladi. Bitta narsani men o'ylaymanki, aytib o'tish kerak. Mana endi sun'iy intellekt, boshqa texnologik rivojlanishlar paydo bo'lgani uchun odamlarda mana kiber jinoyatlar ko'payib ketdi deyapmiz-ku. Shu bilan birgalikda odamlarni qo'rquvlari ham ko'payib ketganda, tam sun'iy intellekt bo'yicha sun'iy intellektdan foydalanish xavfli, atrofdagilarim ham aytadi, ma'lumotlarimiz aniqqa ketib qoladi deb. To'g'ri, ChatGPTga nimadir yuklasangiz, ba'zilar o'sha xorijdagi serverlarga ketadi. Va mana hozir aytib turibmiz-ku, alohida O'zbekistonni davlat idoralari uchun AI modelni yaratmoqchimiz deb. Odamlar qo'rqishi mumkinki, masalan, tam ichki ishlar vazirligini ma'lumotlarini kiritsangiz, qayerdir ketib qoladi deb qo'rqishlik mumkin. Ertaga chiqadigan videoda tushuntirib berganman, nega bizga o'zimizga super kompyuterlar kerak, chunki u avtonom bo'ladi. Ya'ni mana tashqaridan anaqa bo'lmaydi, do'sti bo'lmaydi. O'zimiz yaratgan tayyor modelni olsa ham, shunchaki sxemasini olgan bo'lamiz, o'zimiz yaratgan
sun'iy intellekti ichida ma'lumotlarimiz davlatni ichida mana shu super kompyuterlarning ichida saqlanadi va hech qayerga tarqab ketmaydi. Bu shunchaki nima deydi? Davlat Noto'g'ri xavfsizligi. tushunmasligi uchun odamlar xavfsizlik bo'yicha joyida bo'ladi hammasi davlat ichida bo'ladi. Shuni eslatib o'tish kerak shekilli deb o'yladim. Albatta, juda ham yaxshi mavzuni ochdingiz. Odamlarni o'ziga ham bog'liq. Mana kartamdan pul yechib olishdi. Ha, kod berib qo'ydingiz chunki o'shanga yechib olishdi. Kimdir agar parolni aytmasangiz yoki uni kimdirga forward qilmasangiz, Telegram orqali tarqatmasangiz, u bu narsa bo'lmaydi. O'zingizga ham ko'p narsa bog'liq. U qaysidir sistema ishlamayotganligi uchun emas, yoki bank o'zi sizdan pulni tortib olgani yo'q. Berib yubordingiz chunki. O'zingiz ma'lum, ya'ni baribir savodxonlik nuqtai nazaridan ham baribir o'qitishimiz kerak ko'proq. O'zi doim shunaqa jarayonlar qaysidir organ mustahkamlanishi uchun, ya'ni masalan tanada qaysidir organ mustahkamlanishi uchun u masalan trenirovka ustidan o'tadi, jabr ko'radi, qiynaladi, mushaklaringiz oriydi. Jamiyat ham shunaqa bo'lsa kerak. U nimadir anaqa o'zlab olishi uchun, o'zlashtirib olishi uchun, o'rganib olishi uchun u mana shunaqa jabr ko'rishga majbur shekilli boshida, keyin sekin-sekin o'rganadi. Qo'rquv albatta bo'ladi. Bu normal holat. Endi internet paydo bo'lganda ham hamma qo'rqqan. 1980-yillarda internet boom bo'lgan. Hamma qo'rqqan. Bizani hammamizni ishimizni olib qo'yar ekan, bizni dunyo to'xtab qoladi, ishsiz qolar ekanmiz, hamma ishimizni olib qo'yar ekan, dunyo rivojlanib ketar ekan, biz endi nima qilamiz degan birinchi qo'rquv bo'lgan. Oradan 40 yil, 50 yil, 45 yil o'tdi. Menimcha hamma foydalanib, yaxshi tomondan foydalanyapti. Ko'proq odamlar ta'lim olyapti internet orqali. Nafaqat internet paydo bo'lganda, industrializatsiya paydo bo'lganda ham, ya'ni shunchaki zavodlarda mashinalar ishlashni boshlaganda ham odamlar xuddi shunaqa o'ylagan. Hamma davrlarda bo'lgan bunaqa qo'rquvlar, keyin odamzot baribir moslashib ketadi hamma narsaga. Men juda ham ko'p mana internetda sun'iy intellektni pichoqga o'xshataman. Pichoq paydo bo'lganda pichoqning asosiy funksiyasi bu ovchilik davrida bu oziqa topishga ishlatilgan. Hayvon o'ldirilgan, keyin u bilan ovqat pishirilgan, boshqa qiling. Hozir bu qurol hisoblanadi. Hamma qo'liga pichoq olsa, xohlagan odamingiz qo'rqadi. Bu xavf sifatida qaraladi. Lekin dunyoda 8 milliarddan oshiq aholi pichoq uyda foydalanadi. Foydalanishga bog'liq xullas. Olib ovqat pishiradi, boshqa ishlarni bitiradi, ishlab chiqarishda boshqa nimalarda asosan oziqa qilish uchun ishlatiladi. Agar uni to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri foydalansangiz, to'g'ri maqsadlarda ishlatsangiz, bu sizga samara beradi. Ovqatingizni misol uchun 4 soat, 5 soatda emas, ozuqangizni tayyorlashga 5 soat emas, uni 20 minutda qilsa bo'ladi. Pichog'ingiz bo'lsa. Bo'lmasa sekin qilasiz, xavfidan qo'rqib o'tiraverasiz. Xavfli-ku bu pichoq tegmay turmashda turursin, o'rab qo'yaman, tegmay anaqa korobkada tursin deyishingiz mumkin yoki uni olib, ochib, ovqatingizni 20 minutda yoki 15 minutda masallig'ini tayyorlashingiz mumkin-da. Internet ham xuddi shunaqa, ma'lumot olish ham xuddi shunaqa. Sun'iy intellekt ham hozir xuddi shunaqa. Ya'ni qo'rqib tegmasdan uni chekkaga olib o'tiradigan bo'lsak, birinchidan dunyodan orqada qolib ketamiz. Sun'iy intellekt уже kirib bo'ldi. Hayotimizda o'zimiz bilmaymiz. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Уже orqaga yashash kerak bu bilan. Qaytara olmaysiz. Mumkin emas. Har kuni ishlatamiz. O'zimiz bilmagan holda ishlatamiz. Taksi zakaz qilganimizda, ma'lumot olganda, ob-havo ma'lumotlarini olganimizda, doktorga borganimizda hali gaplashdik. Onkologiya, boshqa masalalarda, metroga tushganimizda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida to'lov qilamiz. Qo'l bilan, kaft bilan. Bu ham sun'iy intellekt texnologiyalari juda ko'p sohada o'zimiz bilmagan holda tranzaksiyalarda ham, P2P tranzaksiyalar, boshqa anaqalarda ham уже sun'iy intellekt bor. Yuribdi, kirib borgan, undan foydalanyapmiz, o'zimiz bilmayapmiz. U yana ham takomillashadi, yana ham ko'p sohalarga kirib boradi, yana ham ko'p foydalanamiz. Xolimizmi yo'qmi shunga? Kechroq moslashsa o'zimizga qiyin. O'zimiz qiynalamiz. U faqat insonlar nuqtai nazaridan aytmayapman. Davlat nuqtai nazaridan ham, biznes nuqtai nazaridan ham,
insonlar nuqtai nazaridan ham bir xil. Mani taklifim bor edi. Man bitta gapim bor. O'ylaymanki, men shaxsiy fikrim, sun'iy intellektni o'rgatish kerak bolalarga уже 2-3 sinfdan. Ya'ni 2-3 sinfda shu qanaqa ishlatish kerak, u qanaqa ishlaydi, u bilan qanaqa gaplashish kerak, o'sha paytdan boshlashsa, уже biza o'sha yoshligimizda kompyuter qanaqa tushungan bo'lsak, ular sun'iy intellekt shunaqa tushunadigan bo'lib qoladi-da. Lekin shu yerda dilemma bor. Muammo bor. Xo'p, sun'iy intellektni o'rgatish kerak. Kim o'rgatadi? Ya'ni hozirgi ta'lim tizimi qanaqa o'zgarish kerakki, mana shu hozirgi shu rivojlanish poyezdiga vaqtida chiqib olishimiz uchun. Ya'ni e'tiborsiz sun'iy intellekt kelib bo'ldi, to'g'ri, buni o'zgartirib bo'lmaydi, bu bilan yashash kerak, buni ishlatish kerak, boshqa variant yo'q. Lekin ta'lim tizimida hozir shunaqa sal aytganimdek dilemma-da, muammo, savol paydo bo'lyapti. Kim o'rgatadi, qanaqa o'zgarish kerak ta'lim tizimi? Hozir mana bolalar darslarda sun'iy intellekt ishlatib o'tirsa, o'qituvchi urishadi. Sun'iy intellekt ishlatma deydi. Men o'ylaymanki, ishlatish kerak. Xuddiki mana kalkulyator paydo bo'lganda ham odamlar o'ylashgan, odamlar bo'ldi o'ylamay qo'yadi, kallasini ishlatmay qo'yadi deb o'ylashgan kalkulyator paydo bo'lganda. Aslida kalkulyator ishni tezlashtirib bergan. Sun'iy intellekt ham meni fikrim bo'yicha bu kalkulyator, yangi kalkulyator muhim narsalarni tezroq hal qilgani bizga yordam beradi va masalan oldin qo'lda qilish kerak bo'lgan narsaga vaqtimizni ketkazib o'tirmaymiz. Lekin maktabda ham, universitetda ham shuni qanaqasigadir kiritish kerak-ku. Ta'lim tizimi buni inkor qilmasligi uchun qanaqa o'zgarishlar bo'lishi kerak? Endi bu kompleks masala, qiyin masala, juda ham og'riqli masalani ko'tardingiz. To'g'ri, birinchi navbatda hozir eng bottleneck deymiz, muammo bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan bittasi bu maktablardagi aynan informatika va sun'iy intellektni o'qitadigan, o'rgatadigan ustozlarimizni bilim darajasi va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish tezligi va sifati farzandlarimizni ertaga o'sha sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va sifati bilim darajasiga teng bo'ladi. Undan oshmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda hozir ish boshlangan. Уже 1000dan ortiq informatik fani o'qituvchilarini o'zi sun'iy intellekt nima? Qanaqa texnologiyalar dunyoda bor? Qanaqa yechimlar bor? Qanaqa texnologiyalar paydo bo'lyapti? Uni qaysi sohada, aynan ta'lim sohasida qanaqa qilib ishlatsa, qo'llasa bo'ladi? Uni afzalliklari, minuslari shu bo'yicha 2-3 kunlik kurslar qilyapmiz. Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, bizning vazirligimiz har bitta hududga chiqib, informatik fan o'qituvchilarini yig'ib, 6 oydan oshdi bu programmani boshlaganimizga, bu yilning boshidan boshladik. Hozir 6000 dan ortiq o'qituvchiga, to'g'ri, sun'iy intellekt zo'r spetsialist bo'lib qolmadi. Birinchi tushunchalari paydo bo'ldi. O'zi qanchalik muhim, kerakmi, yo'qmi? Endi bu birinchi qadam. Parallel qilishimiz kerak bo'lgan, hamkorlikda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yangi prezident qaror farmonlarida ham bor. To есть davlat strategiyasi, sun'iy intellekt strategiyasida belgilangan haligi 3-komponent ta'lim. Birinchi navbatda maktablarda sun'iy intellekt darsliklarda sun'iy intellekt mavzularini qo'shib borish. Darslikda faqat informatika darsdami? Da, hozircha shunaqa darsliklarda aytilgan, lekin hali qaysi darslardaligi endi mana yangi o'quv yilidan keyingi yildan qo'shilishi boshlaydi. U darslikka qo'shmasangiz, u o'qituvchi o'ta olmaydi uni. U darslikda bo'lish uchun o'qituvchi metodologiyasi darslikda bo'lish kerak. Bu katta qiyin proses. Bu birinchi qadam. Bu parallel bo'ladigan narsa, bu fundament. Ikkinchisi o'qituvchilarning malakasini oshirish. Bu ham juda muhim narsa. Ularning bilimi u kitobdan tashqari, uni oshirmasangiz u foydasi yo'q. U parallel ravishda qilinadi. Bu ham programmada bor. Uni nima qilamiz? Top universitetlarni professorlarini O'zbekistonga chaqirib, top ekspertlarni chaqirib, ular bilan birgalikda sessiya, seminar, malaka oshirish kurslarini qilamiz. Совместный ish. Ikkinchi va uchinchi muhim masala bu sun'iy intellekt shunaqa narsaki, o'qituvchidan ko'ra o'quvchi tezroq o'zlashtiradi. Ikkinchi qotgan narsamiz to'g'ridan to'g'ri o'quvchini o'ziga texnologiyalardan foydalanish bo'yicha
kontent yaratyapmiz, ma'lumotlar qilyapmiz. Mana haligi bitta loyihalarimizdan bittasi AI Leaders uz platformasida sun'iy intellekt haqida ma'lumotlar, loyihalar va hokazo narsalarni beryapmiz. Nimaga? Shu sun'iy intellekt haqida birinchi tasavvurlari paydo bo'lishi uchun to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchini bilimiga, vaqtiga, saviyasiga bog'lanmagan holda o'quvchini o'zini to'g'ridan-to'g'ri qiziqtira olish, o'zi kontentni to'g'ri olish. Yana bitta muhim faktor, hali Coursera bilan birgalikda kurslarni 1,5 mingtasini o'zbek tiliga tarjima qildik. Oldin bahona bo'lardi, ingliz tilida-ku, o'zbek tilida yo'q-ku. rus tilida-ku, bizda qanaqalab chekka qishloqdagi bolalarimiz yo o'qituvchilarimiz o'rganishi mumkin. Biz o'rgana olmaymiz degan masala ham bo'lardi. Hozir u masala ham aytgancha bu 1,5 mingta kursni oldin tarjima qilish, o'zbek tiliga tarjima qilish yillar ketganda, bu loyiha haqida biz o'ylamaganimiz ham qila olmasligimizni bilardik. Lekin sun'iy intellekt texnologiyalari chiqdi. Coursera bilan hamkorlik qildik. Ular bilan birgalikda 1,5 mingta kursni biz 6 oyda tarjima qilib, faqat tarjima emas, sun'iy intellekt texnologiya yordamida tarjima qilib 1,5 mingta kurs degani bu juda ham katta baza. Uni tarjima qilib sun'iy intellekt yordamida baza, fundament. Keyin o'zbek tilini tushunadigan mutaxassislarni, o'qituvchilarni yig'ib, uni to'g'ri terminologiya qilib, tarjima qilib, butun UI dan tortib, Coursera platforma o'zbek tiliga 1,5 mingta kurs tarjima qildik. Sun'iy intellekt texnologiya yordamida 3 oy, 4 oyda 1,5 mingta kurs. Keyingi 1,5 mingta kursni mana yil oxirigacha qilamiz. Ya'ni 3 mingta umumiy hamma dunyodagi qo'yilgan Courseraga qo'yilgan kurslarni 30-40% asosiy kurslarni hammasini o'zbek tiliga sun'iy intellekt yordamida qildik. Agar bo'lmaganda qila olmasdik. Zo'r. Ana shu aytib o'tish kerak, rostdan ham sun'iy intellekt deb o'zbek tiliga xorijiy materiallarni o'girish rostdan ham tezlashib ketdi, chunki oldin Google Translate bo'lardi yoki boshqasi bo'lardi, bir amallab nimadir qilib, qing'ir-qiyshiq qilib tarjima qilib berardi. Hozir sun'iy intellekt deb aniq, tiniq, katta tekstlarni ham to'g'rilashingizga ham hojat yo'q-da, ko'p joylarda. Shunaqa. Bemalol tarjima qilib tashlasa bo'ladi. Kecha hayron qolganim, YouTube'da biz haligi informatik fan o'qituvchilariga yangi AI bo'yicha loyihalarning taqdimotini Zoom orqali ochiq muloqot qildikda. Qilganimizda YouTube'da to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qildik. Tarjima qildirdikda va bugun o'shani tarjimasini ko'rdim-da. O'zbek tiliga qilgan tarjimasini subtitr bo'lardi, ko'rdim. Lotinda shunaqa zo'r tarjima qilyapti YouTube уже. Birma-bir degan so'zni ham уже orasiga chiziqchasini qo'yib beryapti. Ajrata olyapti. O degan ishlatgan harflarni oldin turkcha qo'yardi yo boshqa bo'lardi. O'zimizni alifboyimizdagi o'ni qo'yib so'zlarni o'zbek tilidagi so'zlarni ajratib, men ko'rib chiqdim. O'zbek tilidagi subtitri YouTube'dagi daraja sifati juda yaxshi. Men shu rostdan meni kecha men uchun bir surpriz desa ham bo'ladi. Hayron qoldirgan narsalardan bittasi bo'ldi. Oldin unaqa bo'lmasman, subtitr o'chirib qo'yardi. Chunki turkchaga perevod qilib yuborardi bir xilda. Qiyshuq-qing'ir tarjima bo'ladi, yoqimsiz bo'ladi. Ya'ni YouTube kabi katta platforma, dunyodagi platforma o'zbek tiliga ular ham e'tibor berib, uni o'rgatib, o'qitib, uni sifatliroq kontent tarjima subtitr qilish bo'yicha ham ishlayapti degan. Biz bilmasligimiz mumkin, lekin bu fakt, chunki solishtirsa bo'ladi. Aka, aytgancha o'zim uchun bitta shaxsiy savol beraman. YouTube deb qoldingiz, o'shanga anchadan beri monetizatsiya mavzusi ko'tarilyapti. 2 yil oldin shu raqamli texnologiya vazirligidan o'zimga ham chiqishgan, telefon qilishgan, qanaqa e'tirozlar, nega monetizatsiya ishlamayapti, nima yetishmayapti, YouTube bilan gaplashmoqchimiz deb chiqishgan o'zimga ham. Men ham izoh berganman. Sizlar borib gaplashgansizlar ham shekilli. Va hozirgi paytda monetizatsiya yo'q emas, lekin 1000 ta prosmotrga 80 sentmi, 8 sentmi, xullas arzimagan pul to'laydi-da. Biza masalan buni kanalimiz 5 yildan beri bor. 5 yil ichida $5000 yig'ilgan atiga. 5 yil uchun, 5 yil. Va shu o'zimdan shunchaki savol, monetizatsiya yoqiladimi, yo'qmi va sizlar bunga qandaydir o'zi hozir qandaydir ishlar olib borilyaptimi bu bo'yicha? Ishlar olib borilyapti. To'g'ri, anchadan beri ko'tariladigan mavzu, qiyin mavzu. U faqat bitta bizani vazirligiga bog'langan
Ha, bilaman. masala bilaman. emas. Lekin mana yaqinda prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga bordilar. Bizani vazir ham delegatsiya bo'lib borishdi. Juda ham ko'p kompaniyalar bilan, katta kompaniyalar bilan muzokaralar olib borildi. Shu jumladan YouTube masalasi ham, boshqa masalalar ham ko'tarildi. Albatta bu bo'yicha ishlanilyapti. Men aniq datasini aytsam noto'g'ri bo'ladi, lekin albatta Qanaqadir ma'lumot bor lekin. bo'ladi, xudo Ha, xohlasa. aytish mumkin emas, shunchaki. Endi hali kelishib oldik-ku, faktlarga asoslanib gaplashamiz. Bo'ldi. Bo'lgandan keyin aytsak bo'ladi. Bo'ldi, Bo'lmaguncha bo'ldi. yana va'da bo'lib qoladi. Shunga Intizom bilan kutamiz. shu. Mayli, haligi ta'lim mavzusiga qaytaylik. Mani savolim, yana bitta savolim bor. Mana xo'p, informatika o'qituvchilarini o'qitamiz. Ular bolalarga shu ma'lumotni beradi, xo'p. Boshqa darslar bilan nima qilishmoqchi? Ya'ni nima qilinish kerak? Chunki mana masalan, tarix darsida, matematika darsida sun'iy intellektni men shaxsiy subyektiv fikrim bo'yicha bolachalar sun'iy intellektni ishlatgani yaxshi-da. Chunki masalan, tarix darsida yillar ko'p, ism familiyalar ko'p, adashib ketadi. Men yoshligimda rosa adashganman masalan. Yodlashingiz kerak bo'lgan. Ha, yodlash kerak bo'lganda, asosiysi mazmun-ku, ya'ni tarix darsi bizga nimaga kerak? Biz tarixdan qandaydir dars chiqarib olishimiz kerak, xulosa chiqarib olishimiz kerak. Tarixda qanaqa voqealar bo'lganki, ularni qaytarish kerak emas, qanaqa voqealar bo'lganki, shunaqa qilib ko'rish kerak ham bir marta va mana shu xulosalarni chiqara olishi uchun bolachalar sun'iy intellektni ishlatsa, masalan, sun'iy intellekt ChatGPTga shunchaki, mana shu mavzu bo'yicha menga xulosa chiqarib ber, o'zi nima bo'lgan, konkretni tushuntirib bergan, anaqa suvsiz, ya'ni ortiqcha ma'lumotlarsiz tushuntirib bergan desa, tushuntirib beradi va bola ham tarixni rostdan ham zo'r biladigan bo'lib qoladi-da. Matematikada ham shunaqa. Mana bu formula hayotda qayerda ishlatilinadi? Mana bu narsa menga hayotda qayerda kerak bo'ladi desa, matematikani ham nega o'qish kerak ekanligini ma'nosini tushunib o'qiydigan bo'ladi-da. Shu boshqa darslarda qanaqa nima qilishmoqchi? Bu faqat informatika fani darslarda qilish kerak emas. Meni ham fikrim shunaqa. Oldin o'qituvchilar dars ichida, dars jarayonida, aytaylik, tarix fani, geografiya fanida asosan urg'uni ma'lumotlarga qaratgan bo'lsa, nechinchi yilda nima bo'lgan, nechta materik bo'lgan, nechta davlat bor, nechta bayroq bor, shunga o'xshagan ma'lumotlarni bolalarga yodlatishga, o'rgatishga, tushuntirishga vaqt ketkazgan bo'lsa, hozir unga hojat yo'q. Chunki ChatGPT yo sun'iy intellekt yordamida sun'iy intellekt o'qituvchidan ko'ra yaxshiroq ma'lumot beradi. Buni tan olishimiz kerak. Buni yo'q, o'qituvchidan zo'ri yo'q deyishimiz noto'g'ri. Hozir zamon shunaqa zamonki, ChatGPTga xohlagan to'g'ri prompt yozadigan bo'lsangiz, sizga ko'p foizli o'qituvchilardan ko'ra, ko'p sonli o'qituvchilardan ko'ra yaxshiroq, to'g'riroq, chiroyliroq ma'lumot, tushunarliroq ma'lumot qilib berish imkoniyati bor. Endi bu degani o'qituvchi kerak degani emas. O'qituvchining roli ozgina transformatsiya bo'lishi kerak, upskilling bo'lishi kerak. U ma'lumotlardan to'g'ri tatbiq qilish, to'g'ri saboq qilish va hayotga tatbiq qilish bo'yicha, eksperimentlarni qilish bo'yicha, amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha o'zgarish kerak. O'quv jarayonlari aynan ma'lumot olishga emas, u ma'lumot qanaqa ishlatishga qaratish kerak. Qanday qilib to'g'ri savollarni berishni o'rgatish kerak. Xuddi shunaqa prompt engineering deymiz, o'sha to'g'ri savol berish. To'g'ri savol bergan u javob 50% deb bekorga aytishmaydi. Ya'ni bu ham xuddi shunaqa, ChatGPT ham shunaqa. Agar qanchalik to'g'ri savol bersangiz, shunchalik to'g'ri javob olasiz. To'g'ri prompt yozsangiz, shunchalik mukammal, yaxshi javob olasiz. Yuzaki savol bersangiz, yuzaki javob olasiz. Xuddi shunaqa. Endi o'qituvchilarni, meni fikrim, roli kelajakda ular ham sun'iy intellekt qancha tez o'rgansa, ular ham o'sha darsni 45 minutdan, misol uchun oldin 40 minut, 35 minutini ma'lumot topib, ma'lumot berishga vaqtini ketkazgan bo'lsa, endi u ma'lumotni 45 minut, misol uchun 3 soat, 4 soat vaqt ketkazgan bo'lsa, unga uncha vaqt kerak emas darsga tayyorlashga. Uni ChatGPTdan foydalansa yo boshqa instrumentlardan foydalanadigan bo'lsa, taqdimotini ham, darsga tayyorgarlik jarayonini ham 4 soat emas, yarim soatda qilish mumkin. Ya'ni qo'shimcha u bolalarga amaliyot bilan shug'ullanishga, u ma'lumotlarni olib
qaysi sohada qanaqa ishlatish bo'yicha hayotiy keyslarga bog'lab darsga tayyorlanishga imkoniyati bo'ladi. Uni ham kerak bo'lsa sun'iy intellektdan olsa real hayotdagi misollarni chiqarib beradi. Ha. O'zi o'ylab topish kerak emas. O'zi o'ylab topish kerak bo'lgan narsa faqat mahalliylashtirish, o'zimizning urf-odatlarga moslash yoki O'zbekistonni realiylariga moslab berib, qanaqadir hayotiy misollardan berib bog'lab O'zbekiston tarixiga yoki O'zbekistonni hayotiga bog'lab nima qilib yaqinlashtirib berishi mumkin. Lekin baribir dunyodagi misollarni olib ya'ni darsga tayyorgarlik jarayoni tezlashadi, osonlashadi o'qituvchilar uchun. Bu mana ko'pchilik aytadi-ku, ham qo'rqinchli, bizga nima qurol, anaqa qo'rquv emas. Mana shu o'zidan ko'rsak bo'ladi. O'qituvchi oldin darsga tayyorlanishga 4 soat ketkazgan biz hozir yarim soatda 20 minutda tayyorlanishi mumkin. Ya'ni bu samarali instrument. Mabodo qandaydir ma'lumot yo'qmi shu rostdan qanaqa o'zgarishlar kiritilmoqchi shu dars olib borish jarayoniga informatikadan tashqari? Bolalarga ruxsat beriladimi sun'iy intellekt ishlatish yoki o'qituvchi o'zi ishlatib keyin bolalarga tushuntirib beradimi? Ma'lumot yo'q bo'lsa, menda o'zimda ma'lumot yo'q. Bo'ldi. Lekin menimcha foydalanish kerak. Ha. Ya'ni shaxsiy fikringiz. Shunaqa. Mana internetdan ham foydalanishi zapret yopib qo'ysangiz, bar yo'lini qilib, boshqa yo'llarni qilib foydalanadi-ku. Men o'ylaymanki, hamma narsani ruxsat berish kerak-da va ana shunda jamiyat o'zi moslashib ketadi va shunaqa moslashadiki, ziyonsiz moslashadi. Ya'ni boshida qanaqadir bakli, shunaqa deylik, bakli chiqadigan bo'lsa, keyin yopib ketadi va anaqa nima deydi? Muvozanatli holatda kirishib ketadi bu narsa jamiyatga. Uni to'g'ri boshqarishga bog'liq. Uni to'g'ri yo'naltirish, boshqarishga. Mana internetda ham millionta ma'lumot bor. Kim nima ma'lumotdan qanaqa foydalanadi, har xil, uni boshqarib bo'lmaydi. Lekin uni har bitta inson o'zi uchun to'g'ri foydalansa, o'zi uchun yaxshi foydali bo'ladi. Zarar yo'ldan ketsa, o'ziga zarar bo'lishini yoshlikdan tushuntirish kerak. Oddiy misol bilan qora bilan oq ajratib beradigan qilib tushuntirish kerak. O'shanda o'yin qonun qoidalarini ko'rsatib berish kerak-da, adashmaslik uchun. O'zi to'g'ri yo'ldan ketadimi, noto'g'ri yo'ldan ketadimi, har bitta insonning o'zini nimasi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana hozir endi yilimiz tugayapti. O'sha bir oydan keyin yangi yil. 26-yilda bizni O'zbekistonda texnologiyalar sohasida qanaqa yangiliklar kutyapti? 26-yil menimcha sun'iy intellekt yili bo'lsa kerak. Bu aniq. Chunki bunaqa tezlikda men o'zimning hayotimda eslolmayman bunaqa tez kirib kelgan texnologiyani. Internet ham misol uchun 80-yilda chiqqan bo'lsa ham, lekin hamma ishlatib normal holatga kelguncha 2000-yillardan oshgan. Massiv. Yangi epoxa. Sun'iy intellekt hozir chiqqanidan to massa dunyoda milliardlab odam ishlatish darajasiga kelishiga uncha ko'p vaqt ketgani yo'q. 1-2 yilda bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa. Men o'ylaymanki, keyingi yilda ko'proq endi meni fikrimcha bizneslar boshqacha fikrlash boshlaydi deb o'ylayman. Chunki raqobatbardosh bo'lish uchun biznesini optimallashtirish kerak bo'ladi. Xizmatlarini optimallashtirish kerak bo'ladi va yagona va eng tez usuli bu sun'iy intellekt. Usiz jarayonlarni tezlashtirish ham qiyin, biznesini ko'paytirish ham qiyin bo'ladi. Ko'proq vaqt ketadi yoki ko'proq mablag' ketadi. Shu kim birinchi tezroq joriy qilsa ko'proq manfaat ko'radi deb o'ylayman. Va bu O'zbekiston biznesmenlari uchun zo'r imkoniyat deb o'ylayman. Chunki sun'iy intellekt chegarasi yo'q. U qilgan tahlil ma'lumotlarni butun dunyoga osonlikcha o'sha xizmatlarini onlayn ko'rsatish imkoniyatiga ega. Hozir sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanmayotgan odamlardan daromad qilsa bo'ladi. Butun dunyoda. Ya'ni mana hali ham milliardlab odamlar hozir ishlatish bilmaydi. Ma'lumot to'ldirib berishni bilmaydi. Oddiy obyektivga to'ldirishni bilmaydi.
lekin ishga topshiradi. Millionlab dunyoda 100 millionlab odamlar. Millionlab odamlar prezentatsiya tayyorlaydi yoki o'qishga kiradi, boshqa qiladi. O'zbekiston yoshlariga zo'r imkoniyat. Qolgan davlatdagi shu texnologiyalardan hali foydalanishga erinmayotgan yoki foydalanmayotganlarga o'zini xizmatini shu yerdan ko'rsatsa, zo'r daromad qilsa bo'ladi. Men hozir ham bilaman, juda ham ko'p yoshlar O'zbekistonda turli xil zamonaviy prezentatsiyalarni sun'iy intellektdan foydalanib, oldin misol uchun u 2 hafta ketadigan prezentatsiyani birpasda tayyorlab, mana men o'zim yasab berdim deb bitta joyini to'g'irlab sotayotgan logotiplar, veb-saytlar, programmalar, anaqalar, mobilniy prilojenyalarini, mobil ilovalarni hozir oldin 1 yil, 2 yil vaqt ketgan bo'lsa, hozir 1 oyda unaqa zo'r bilimsiz ham g'oya bo'lsa, to'g'ri undan promptlarni yozib, to'g'ri toollardan foydalansa, zo'r veb-sayt yasatsa bo'ladi. Men burchim deb hisoblayman, bitta narsani tavsiya qilib ketishim kerak. Sizga ham, o'zi bizani ko'rayotganlarga ham mana sun'iy intellektni mana shunaqa prezentatsiya, tekst yaratish deb gapirganimizda xayolga birinchi bo'lib ChatGPT keladi, lekin bitta yana juda ham zo'r AI bor. Manus degan AI. Shunaqa. Bilasiz uni? Bilamiz. Manus degan AI bor, o'shani ishlatib ko'ringlar. U aynan prezentatsiya yasash yoki qanaqadir qandaydir ma'ruza tayyorlash uchun, leksiya tayyorlash uchun yoki xullas tekstovoy ishlar bilan juda ham yaxshi ishlab beradi. Super. ChatGPTdan ko'ra ancha prezentatsiyalarni zo'r yasab beradi, tushunadi ko'p narsani. Bunaqa instrumentlar juda ko'p. Siz nimani tavsiya qila olasiz? Endi boshqa har bitta mana shunga o'xshagan texnologik gigantlar ham hozir AI joriy qilib, sun'iy intellekt joriy qilib o'zini produktlarini takomillashtiryapti. Mana Canva misol uchun ular ham oldin prorыв bo'ldi, zo'r bo'ldi ular misol uchun. Hozir lekin ular ham orqada qolib ketyapti, chunki sun'iy intellekt orqali ulardan yaxshiroq narsa chiqarsa bo'ladi. Har kun nimadir yangi chiqyapti. Ya'ni sun'iy intellekt bilan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, turli xil sohalarni oson o'rganish bo'yicha juda ham ko'p instrumentlar ko'p. Faqat ChatGPT, sun'iy intellekt bu ChatGPT degan tushuncha juda ham noto'g'ri. Har bitta agentlar, har bitta shu sohalar yangi chiqadi. Xuddi mana o'zimizning Play Market bilan App Store'da mobil ilovalar paydo bo'lish, ko'payishi boshlagan-ku, boshida kam bo'lgan. Qancha millionta hozir mobilniy prilojenyyalar bor. Har xil sohalarda. Ta'lim, moliyaviy, nima deydi, travel, sayohat prilojenyalari, boshqa hamma sohada millionlab hozir prilojeniya bor, to'g'rimi? App Store'da ham, anaqada ham. Sun'iy intellektda ham xuddi shunaqa prilojeniyalar soni millionlab bo'ladi. Eng zo'rlaridan foydalanamiz. Yana bittalarni eslatib o'tish kerak, balki kimgadir foyda bo'lib qolar. Mana startaplarni gapirdik, texnologiyalarni gapirdik. Bu yerda joizki, bitta narsani aytib o'tish kerak. Vibe coding degan narsa bor, bilasiz. Shunchaki masalan, sun'iy intellektga mana sayt kerak menga deysizda, u sizga o'sha saytni yaratish uchun kod yaratib beradi. Uni shunday nusxasini olib olib, kerakli joyga tiqib, shunda yangi sayt yoki yangi ilovani yasab olishingiz mumkin va adashmasam hozirgi paytda bizning yoshlar shu vibe codingni ishlatib investitsiyalarni ham jalb qilib olishyapti. Bor shunaqalar. Bor, shunaqalar. Meni yana bitta savolim bor. Odamlarga aniq bilan bizani ko'rayotganlar qiziq bo'lishi mumkin. Sizni ishlatadigan top 3 ta sun'iy intellektingiz shaxsan. Endi ChatGPTdan ko'p foydalanaman. ChatGPTdan tashqari. ChatGPTdan tashqari nimani Manus ishlatar ekansiz? Manus bor. Endi kod yozmayman. Ko'proq ta'lim platformalaridan foydalanaman. Haligi Coursera'ni sun'iy intellekt bo'yicha kurslaridan ko'proq o'qib foydalanaman. Shu unaqa har kuni aynan ma'lum bir toollardan foydalanmayman. Asosan shu asosiy vazifalarni bajarib beradigan Manus bilan ChatGPT. Okay. Boshqa taraflama yana shaxsan sizga tegishli. Mana shuncha gaplashdik. Siz dunyoqarashingiz keng odam ekanligingiz odamlarga aniq endi bu videodan keyin va mana masalan shu darajagacha hozir yetib borishingiz uchun, hozirgi dunyoqarashingizga yetib borishingiz uchun katta hissa qo'shgan
top 5 ta kitobni tavsiya qilsangiz xursand bo'lamiz, chunki bizda bu traditsiya, an'ana. Mehmonlardan shu 3 ta, 5 ta kitob tavsiya qilish so'raymiz har doim. Birinchisi bu Alchemist. Paulo Coelho kitobi. Yoshligimizda universitet payti o'qiganimizda mayinda yaxshi taassurot qoldirgan. Boshida o'qiganingizda bu ko'proq kitob bir ertak haqida tushunasiz, lekin 5-marta o'qiganingizda u kitob umuman dunyoviy bir motivatsiya olishga, falsafiy natijalarga erishish uchun harakat, bitta chekka qishloqdagi shu cho'llarda yurgan bola o'zini oldiga maqsad qo'yib natijaga erishish haqida umuman boshqacha ma'nosi kelib chiqadi. U 3, 4, 5-marta o'qisangiz, o'shanga bir necha marta qaytarib o'qisa bo'ladigan yaxshi kitob, yosh tanlamaydigan yaxshi kitob. Ikkinchisi, men o'ylaymanki, 19-yilda Klaus Schwab 4th Industrial Revolution, 4th-industrial inqilob degan kitobini o'qiganman. O'shanda IT sohasini keyingi 5 yilda rivojlanishi bo'yicha butun dunyoni iqtisodchilarining bilimlari mujassam bo'lgan kitob. 19-yilda o'qiganman, menda katta taassurot qoldirgan. O'shanda ham menda shunaqa skeptik fikrlar paydo bo'lgan, chunki u kitobda kelajakda yo'q bo'lib ketadigan sohalar va kelajakda rivojlanib ketadigan sohalar haqida ma'lumotlari bor. O'sha jadvalni hech ko'zim oldimdan ketmaydi. U yerda yozilgan dunyoda 5% iste'mol mollari 3D printerlar orqali amalga oshiriladi. Yoki machine learning rivojlanib, ma'lumotlarni tahlil qilish 10 karra tezlashadi, 100 karra tezlashadi, yoki ma'lum bir sohalar yo'q bo'lib ketadi, sun'iy intellekt sohasi rivojlanadi degan narsalarni 19-yilda o'qiganimda qanaqadir fantastika deb tuyulgan, lekin buni hozir unaqa emas. Yildan yilga o'tgan sayi u kitobda yozilgan narsalar ITga bog'liq bo'lganicha rostdan ham bo'layotgan narsalar. Bir o'sha kitobni ochib varaqlab ko'raman. Rostdan ham yaxshi narsalar yozilgan, o'sha menga yaxshi taassurot qoldirgan. 3-chi kitob hozir Happiness and Positivity degan kitob bor. Uni Dubay Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Al Maktum janoblari yozgan, o'zlarini shaxsiy kitoblari, hayotiy tajribalari haqida yozgan. U yerda qanchalik mana shu Birlashgan Arab Amirliklarini shu cho'ldan hozir kungacha olib kelganlari jamoa bilan birga va undagi o'zlarini fikrlari nimalar qilganlari va shu bilan birgalikda hayotda pozitiv va baxtli hayot kechirish prinsiplari haqida gapirganlar. Hayot qiyin bo'lishiga qaramasdan har bitta hayotingizdagi erishgan natijalaringiz, qilgan ishlaringiz baxt bilan, ya'ni kriteriya hayotda boy bo'lish emas, kriteriya hayotda baxtli yashash va pozitiv fikrlash haqida juda ko'p yozilgan u kitob. Albatta bu hamma kutubxonalarda yo'q. Arab amirliklariga borganda shu olib uni o'qiganimda bo'ladi-ku kitoblar, boshidan oxirigacha bittada o'qiladigan. Shunaqa kitoblardan menga rosa yoqqan kitob. Uni biz menimcha tarjima qilib ham qo'ygandik. Ingliz tilida endi original versiyasi zo'r, tarjima qilingan versiyalari ham bor. Juda zo'r taassurot qoldirgan kitoblardan bittasi. Yana qo'shimcha kitoblarni aytadigan bo'lsak, 7 Habits of Highly Effective People. U ham yaxshi kitob. Biznesmenlarga, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga, hayotda to'g'ri motivatsiya olmoqchi bo'lgan insonlarga yaxshi kitob deb hisoblayman. 5-inchisi taklif berardim. Men ko'proq to'g'ri qog'ozli kitob o'qishga harakat qilaman, ko'proq vaqt ajratish, lekin davlat ishida bilasiz, qiyin. Shuning uchun ko'proq xizmat safariga borganda yo bo'sh vaqt bo'lib qolganda, trenirovka, sport bilan shug'ullanayotganda audio kitob o'qiyman. Blinkist degan platforma bor. Bu yerda kitoblarni, audio kitoblarni, eng sara chiqqan kitoblarni qisqa qilib
20 minutlik 1 soatlik 30 minutlik audiosini vijimkasini qilib beradi va eng yangi chiqqan sara kitoblarni o'sha orqali mana bu nimadan yaqinda ochib qaruvdim. Bu yilda o'zida 93 ta yangi chiqqan kitobni bu yil audiosini eshitib ulguribman. Har xil kitoblar ichida zamonaviy texnologiyalar bo'yicha, biznes boshqaruv bo'yicha, ta'lim bo'yicha ko'proq yangi chiqqan kitoblar ko'p o'qiyman. Asosan shu audio kitobga ko'proq e'tibor beraman va ingliz tilida. Chunki ingliz tilida baribir original bo'ladi, tarjimasiz sifati yaxshiroq bo'ladi. Bir xilda tarjima ma'noni buzib qo'yishi mumkin. Shu 93 tani ichida oxirgi 5-sini tanlasangiz bo'ladi. Menga yoqqan bittasini tanlash qiyin. Lekin bitta kitob menga yoqdi. Sal nomi g'alatiroq bo'lishi mumkin. O'zbekchaga tarjima qilsak, agar vafot etsang, seni kim eslaydi degan. Who will remember if you die degan kitob. O'ta albatta o'lim haqida gapirilmagan, lekin hayotda har bir lahzasini qadrlash muhimligi haqida ko'proq yozilgan. Nima uchun yashayapmiz? Jamiyatga hissa qo'shish muhimligi. O'lgandan keyin odam kimdir seni eslaydimi, qilmishingni eslaydimi? Shunga o'xshagan ozgina falsafiy kitob. Menga shu qolganlari endi standartroq kitob. Misol uchun sun'iy intellekt rivoji, machine learning, Steve Jobs yozgan kitoblar. Ular endi zo'r vыборка qilib berdingiz. Hammasini quvonch qoldirib ketamiz. Har bir Rustam aka aytib bergan kitoblarni, havolalarni agarda topsak videoni ostida qoldirib ketamiz. Topmagan bo'lsak, hech bo'lmasa men nomini qoldirib ketganmiz rasmlari bilan. O'shanga o'zingizlar izlab, ingliz tilidami, o'zbek tilidami, rus tilidami, qaysi tilda qulay bo'lsa, topib o'qisanglar bo'ladi. Men fikrim bo'yicha top 5 ta zo'r vыборка bu. Agarda hamma 5 tasini o'qisanglar, ancha qandaydir siljish, o'zgarish bo'ladi dunyoqarashda va fikrlashda. Shuning uchun o'zim ham shaxsan tavsiya qilaman. Rahmat. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Juda ham samarali suhbat bo'ldi. O'zimni ham savollarimni berib oldim. Qandaydir umumiy savollarga ham javoblar oldik. Bu podkastni ko'rish shart deb o'ylayman. 26-yilga kirib kelayotgan O'zbekiston xalqi. Chunki rostdan ham 26-yil sun'iy intellekt yili bo'lsa kerak va o'zi texnologiyalar yili bo'ladi va shuning uchun biz nimani orasida yashayotganimizni, nimalarni hal qilayotganimizni va qaysi tarafga yo'nalish olishimiz kerakligini hammamiz bittada bilib turishimiz kerak, tushunib turishimiz kerak va ana shunda boost endi ham kuchliroq bo'ladi shekilli. Shuning uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Yana bir 5 yildan keyin qanaqadir super o'zgarishlar, qandaydir inqiloblar bo'lgandan keyin yana bir marta shunaqa suhbat qila olamiz degan umiddaman. Xudo xohlasa. Rahmat katta aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.